Bu so'zlaydigan narsalarning so'zlayman desam jiqliq. Endi mana kirib qoldi ovozingiz savr qildi. Ha, okey. Men shu uzmidi dega deb jurman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerida yashayotgan muhtaram qarindoshlar, hammanglarga Allohning salom, rahmati bo'lsin. Xudoylar ikram xush kelinglar. Aziz qarindoshlar, biz ko'rinish kerak apa. Biz yillardan beri düşmanimizni tanıyamay çoğulduk. Nəhayət az sandaki insanlardan başqaları asasen düşmanını tanımadı. Düşman degenimizde asasen Kur'an qarab turib, hadis qarab turib, Yahudi Nasara müşriklarni, jahonga qarab turib, chet el alvaslarını düşman degan mangimizga shundaq uydirildi, singdirildi. Amaliyotda keyin his qilganlarimiz, bevosita yashagan ta'sirotlarimiz, boshdan kechirgan kechmishlarimizga qarab turib, bizni bevosita besib olgan tajovuzchi Xitoylarning bizning birdan-bir dushmanimiz ekanligini aqllari beshida bo'lgan, vijdoni sagak bo'lgan butun insonlar tonib ketgan turdi. Ama düşmanı tonup qilish, tonib bilish, bilib qilish bu yetmaydiganligi uchun düşman qandaq elib boradi harakatlarni. Bizning ishimizga qandaq suxanchiliklarni, yer jarchiliklarni qandaq soladi. Bizni qandaq bichit qilib o'tadi. Shunga o'xshash aloqador masalalarda chunqur izdinish, ziyoli qismidagi ahli adib qarindoshlarimizning mas'uliyatlaridan edi. Shularning ichida o'zining mas'uliyatini ado qilish uchun izchil tirishib kelayotgan Mevlana Yasin Efendi'ni maydan tanıymiz. Hozirga qadar fidoyilar ekranida o'ziniki ba imkoni bilan to'xtamasdan izlanishlarni har sohada qilib kelyotdi. Ba'zi ziyorat qarindoshlarimizga bizga bir narsa taqdim qilib berish haqida taklif qilsak, tema topolmaganlik bilan boshini qashtagan bo'lsa, Mevlana Yasin Efendim tanlagan temalarni taqdim qilish uchun vaqt yetishtirib ololmayotdi. Bo'lsa imkonlashgan qarindoshlar bo'lsa, Mevlana Efendim bilan birga ko'rishib, bo'layotgan, taqdim qilinayotgan, xalqimizni manfaatlantirayotgan programmalarning texmi yaxshi ilib berilish uchun Mevlana akam bilan aloqa qilishib, bir maslahat bilan yordamda bo'lsanglar yoki bo'lishib temalarni ko'tarib olsanglar, texmi yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Xo'sh, hammalarning xabarda bo'lgandek, bugun e'londa berilgandek Mevlana Yasin Efendim bizga Xitoylarningki josuslik qonuni, yangi chiqqan josuslik qonuni va chet ellarda va vatan ichki sirtida olib borilayotgan harakatlari, josuslik harakatlariga aloqador izlanishlarni taqdim qildi. Mevlana aka, xush keldingiz. Assalomu alaykum. Fuqa bo'ldi chiqib, men kompyuterda sizni ko'rmayapman, o'zimni ko'ryapman, so'zlayapman. Okay. Kompyuter to'g'rilab qo'yaman. So'zlaganda, ma'qul. Odatda biz nurg'unlar josus desak nima esimiz keladi? Enaqa siz 007 ning kinosini ko'rganmi? Ha. Josus desak, burunlarda biz josus desak, yiliqi bir dushmanning kumandan shtablarining ichiga kirib bir hujjatlarni o'g'irlab chiqqan. Yo'qsa iliqi chiroyli josus qizlar qarshi tarafninki boshliqlarini qo'liga keltirib, ular bilan yetib qo'pish jarayonida ularning shkaflaridan birini o'g'irlab chiqqan. Yo bo'lmasa dushmanlarning orqasiga kirib, olaytigan josuslarning to'lda tarixda bizning deydigan josuslarimiz mushundaq. Bu an'anaviy josus deydi. Buni classic spies deydi. Masalan, bundaq josuslarning rolini nayt bo'lgan. Ikkinchi dunyo urushida Hitler Moskvaga yettin kelganda, shu vaqtda Stalin Xitoyning Manchuriyadagi 150 ming eng qudratli askarni Moskvaga yutkab kelsam bo'larmi, bo'lmasmi, bu yoq yutkab kelsam Yaponiya menga hujum qilaman deganda, Yaponiyaning ichiga kirgan Sovetninki spioni Yaponiyaning hozir Sovetga hujum qilishga hujum qilmaydi ekan degan hujjatini avtib berganda Stalin shu bir hujjat bilan
150 ming ishda so'qishadigan armiyani Moskvaga yetkazib Germaniyaga qaytarib hujum qilgan. Shuning uchun josuslarning tarixda nihoyat an'anaviy tarix bo'lib bu vada tarixlar buning tushirib o'tib ketimiz ma kitapta şu an'anaviy josuslarni so'zlaydigan kitap, lekin bugun mening to'xtamoqchi bo'lganim u an'anaviy josuslar emas. Bizning hozirgi zaman josuslar, bu sunniy aql josuslari. Bu yo'l orqali qonda burungi josuslar shunchalar kuchab, qurban berib, qiladigan yillar qiladigan ishlarni hozir sunniy aql bir necha soatning ichida uningdimi yaxshi qilib yetgan bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir zaman josus urushda sunniy aql zo'r rol o'ynaydi. Shuning uchun biz oldi bilan sunniy aql hukum bilan bir az tanishaylik. Buni doim hammamiz so'zlab kelamiz, shu mumkin bir fursat bo'lsin. Sunniy aql degan nima? Bu hukumni tushunishda yumshoq detal va qattiq detal degan ikki so'z har qadamlarda sizlarga salom berib turdi. Avval mushu ikki so'zni qisqa tushuntirib o'tib ketay. Rasm birga kela olamsiz? Okay. Endi ko'rindi. Ya, rasm 1. Mana. Men o'ttirda bunda qiziq bir chamber qilib qo'ydim, o kompyuter. Kompyuter deganimiz odatda ikki narsa bilan nim qildi. Qattiq detal, yumshoq detal. Xuddi biz odamga o'xshash. Bak, qattiq detalimiz qo'limiz tutimiz ko'ra olamiz. Yumshoq detal deganni ko'rgini bo'lmaydi. Mana biz odamni desak, bizning butun badanimiz bir qattiq detal. Bununla kumandanlık qildigan bizning tafakkurimiz, bizning o'y xiyollarimiz, bizning ko'z qarash, o'ylashlarimiz bu yumshoq detal. Buni ko'rmaysiz. Bu ko'rinmaydi. Lekin bizning badanimiz, bizning harakatimiz shu ko'rinmaydigan bizning tafakkurlarimizda harakatlanadi. Bu mana kompyuterning o'ng tarafi kompyuterning ichida bunda ishga bo'lim yo'q. Çünkü yumshoq detal degan qattiq detalni tepa qo'nib turib ish qiladigan narsa. Shuning uchun men avval yumshoq detalni qisqa tushuntirib o'tay. Yumshoq detal degan kompyuterga nima ish qilish kerakligini aytib beradigan bir yurish ko'rsatmalar. Bu ko'rsatmalar kompyuterga qanday harakat qilish yoki ma'lum bir vazifani qanday o'rindashni aytib berdi. Xuddi bizning tafakkurimizga o'xshash. Odamlar knopka taxtasi orqali kompyuterga qo'mondan berdi. Masalan, ani bossak ekranga chiqdi. Ekranga yozildi. Yozib bo'lgan, ekran yozib bo'lgan narsani o'chirib ketish, hujjatni ko'chirish yoki o'chirish, yozgan xatlarning cho'ng kichik va rangini o'zgartirish. Ikkimiz masalan Skype orqali suhbat maydonini echish. To'r ziyorat qilguvchilarni ziyorat qilish qatorliqlar bular yumshoq detal orqali bo'ldi. Bularni bu tafakkur, bularni harakatlangan bu narsalarni yumshoq detal deymiz. Bu knopka taxtida bosgan ko'rsatmalarni yoki qo'mondonlarni kompyuterga tarjim qilib beradigan narsani yumshoq detal deymiz. Bexon tilda aytsak. Mesela Microsoft Word, hemimiz xat yazımız. Kompüter, mesela balla oyunda oyunlar, kompüter meşgulat sistemisi, virüs qatarlıqlar kompüterini hareketlendirdiğen narsalar. Kasbi tilda bunu program yoki koda deb atıldı. Bular yumshoq detal deb hisoblanadi. Qattiq detal degan kompüter sistemning barliq fiziklik tarkiblari. Mesela aşı resim qarasanglar, sol tarafta. Mesela qulğumuz ma aldığım isvagan ma anlatqu, qulğumuzga silvagan telefon, printer, ekran, muşlarning hammasi qo'limiz tutgan narsalar, bular qattiq detal bo'ladi. İstinglar bo'lsin, qattiq detalni ko'rimiz, tutimiz, nimqimiz, yumshoq detalni ko'rgini bo'lmaydi. O xuddi bizning tafakkurimizga o'xshash o'y xiyollarimizda. Kompyuter mashg'ulotni qattiq detal ve yumshoq detalga mevcut.
Bu ikisi de birleşip kompüter buludu. Qattiq detal kompüterning iqtidorini belgilaydi. Masalan, buni CPU'si manchilikka, buni ittilikka, manchilikka deymiz. Qattiq detal kompüterning iqtidorini belgilaydi. Yumshoq detal kompüterga nima ish qilish to'g'risida yo'l yo'riq beradi. Mishada kompüterning qattiq detalda yumshoqda mushinchik tushib o'tketayli, endi sun'iy aqlga o'tayli. Sun'iy aql dunyoning har qaysi joylarida kun sari moda bo'lishga boshladi va umumlashayotgan ko'rinishga aylanmoqda. Eng yeni yumshoq detallarni eng yuqori darajali qattiq detal bilan birlashtirib, sun'iy aql qurollari sog'lomlikdan tortib portlash masalasiga, siyosatdan tortib harbiy ishlarga, moliya sodidan tortib ko'ngil ichish faoliyatlariga qadar kundalik turmushning nurg'un sohalarini o'zgartdi va o'zgartishga intilyapti. Ko'p yillardan buyon kompüter hargizmi odamning mingisidan kuchli bo'lolmaydi deb kelgan. Ammo zamonaviy davrda taraqqiyotning tezlashishiga ergishib, bundaq ko'z qarash tut terab turolmaydigan bo'lib qoldi. Sun'iy aql hukm qattiq detalning o'z oldiga tafakkur qila oladigan, uningga ta'minlayotgan sonli ma'lumotlarga asosan o'z oldiga qaror chiqara oladigan alomatni tasvirlaydi. Sun'iy aql. Burun qattiq detal insonlar bergan buyruq bo'yicha harakat qiladi. Yumshoq detal injenerlar yozgan koda deydigan uyg'urcha koda orqali ishlarni bajaradi. Yana qilish iqtidori pasif edi, aktiv emas edi. Qattiq detal o'z oldiga ish qilolmadi. Buyruqsiz ish qilolmadi. Hozir qattiq detallar o'ziga kelgan uchurlarga qarab o'z oldiga qaror chiqarib harakat qiladigan bo'lib ketdi. Hozir men oldimiz qattiq detallar uchurni bersangiz, uchurlarga o'zlari birini yozadigan bo'lib ketib bordi. Sun'iy aql sistemasi hozir insonlarning tafakkurdan texmo tez, texmo unumli holda g'oyat zo'r hisoblash vazifasini ijro qila oladi. Buningga tayanib dunyoning har qaysi joylaridagi tadqiqot va taraqqiyot sohalari zo'r ilgirlashga erishyapti. Zamonaviy kompüter sekundda 1 trillion atrofida hisoblay oladi. Sekundda. Ma qo'ltiqimiz odatda 5 dan 25 milliardgacha hisoblay oladi. Ma kompüter emas, laptop odatda 20 dan 100 milliardgacha hisoblaydi. Kompüter 1 milliardni 15 sekundda sanab bo'ldi. Odamga 32 yil ketadi. Kompüter 1 trillionni 4 soat 10 minutda sanab bo'ldi. Odamga 31.963 yil ketadi. Demak, u vaqtida odamlar zamonaviy yillik tarixi qatlashmagan 1 trillionni sanash uchun 31.963 yil ketadi. Men bu yerda bu sanagan vaqtida 24 soatni ko'z oldiga kelmasa, uxlamaymiz, yotmaymiz, namoz o'qimaymiz, hech harat qilmaymiz, hech nima qilmay sanaymiz buni. Shunda sanaganda 39 ketadi. Hozir hozir yangi chiqqan kompüterlar buningdan ish qilib yetib bordi. Sun'iy aql bizning turmushimizni, xizmat va ko'ngil ichish usullarimizni o'zgartirishda cho'ng rol o'ynaydi. U xaridor mulozimat xizmati, yoshirin xaridorlarning shakllanishi, aldamchilikni tekshirish va sifat tizginlash qatorliqlarni o'z ichiga olgan insonlar o'rinlayotgan vazifalarni avtomatlashtirishda unumli qo'llaniladi. Bir necha soda sun'iy aql vazifalarni insonlarga qaraganda ko'p yaxshi o'rin deyalaydi. Bo'libmi? Qayta takrorlangan inch nutqlarga ahamiyat beradigan vazifalarni ijro qilishda, masalan, qonun hujjatlarini tahlil qilib, aloqador sohalarning mazmunlarini to'g'ri to'ldirish kafolat qilishda sun'iy aql qurollari xizmatlarni tez suratda ta'minlaydi hamda xatolik nisbati oz bo'ldi. Bir vaqtda
Qonun, xalqaro qonunlarda necha millionlagan 50-60 tilda keladigan narsani sun'iy aql bir soatning ichida sizga hamma jadvalni chiqarib beradi. Sun'iy aql zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot to'plamini bir taraf qila olg'achqa, bu korxonalarga ular bo'lib yetmagan tijorat ahvol va mashg'ulotlar haqida cho'nqur tushuncha bera oladi. Hozir sun'iy aql 50 dan ko'p tildan kelgan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumot to'plamini bir vaqtda bir taraf qila oladi. 50 tilda kelsangiz, uningga ma tarjima qilmaydi, bir vaqtda aka to'shtirib hamma bir taraf qiladi sun'iy aql hozir. Sun'iy aql to'lqinidan ilgari kompyuter yoki yonfon yumshoq detali orqali kira avtomobili, taksi deymiz-ku, bilan bog'lanish tasavvur qilishga tashkilotdi. Mushu sun'iy aql burishi hozir kompyuterga chiqiblar, mashinaga mushtal chiqsangiz, Uber'ni taksini tanısanız sizden nereliğinizi bilirdi, taksim kilip ekip hemmini kılırdı. Burun sun'iy aql çıkıştım bu bulmadı. Uber, Hükmay meselenin ki Gollandiya'da Uber var mı yok mu? Baba. Ama Uber bu insan del sun'iy aqlning muş alaydagi işletip bay bulup hazır dünyadaki 500 en bay şirketga aylandi. Sun'iy aql hazır Alphabet, Alma, Microsoft, Meta degan Facebook'ning burun ismi, Amazon, Google, Yahoo, YouTube qatorliq nurg'un en cho'ng, en muvaffaqiyat qozongan shirkatlarning yadrosiga aylandi. Bu shirkatlar sun'iy aql texnikasi mahsulotlarini yaxshilash va raqobatchilardan ustun o'tish uchun ishlatyapti. Gerçi her kuni barliqqa kelgan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlar inson tadqiqotchilarini ko'mib qo'ysimi, sun'iy aql qo'llanishchan programmlari bu sonliq ma'lumotlarni tez suratda mashg'ulot qilgani bo'ladigan uchurlarga aylandi. Her kuni dunyo qanchalik ma'lumot keldi desangiz, her kuni dunyo keldigan ve dünya miqyosida keldigan son 263'ning kayniga 18 nolni qo'shasiz. Bunda demak bizning bütün olamning paydo bo'lganiga 13 milliard yil bo'lib ketgan. Bu olam paydo bo'lishdan yana nurg'un yillardan burun sanasangiz, bir ikki deb bugun qadar sanasangiz, har kuni bo'lgan dunyodagi uchurlarni sanab bo'lolmaysiz. Kvantiksi sun'iy aqlning ba'zi ortiqchilari. Birinchi, inchga nuqtalarga ahamiyat beradigan xizmatga moyil. Misali, sun'iy aql süt bezi yoki melanoma deb atiladigan teri rakning eng ig'ir turini inchga olgan rak kasallarga diagnoz qo'yish jihatda doktorlarga o'xshash yoki doktorlardan yaxshi diagnoz qo'ya oladigan bo'lib ketdi. Hozir rak kasalini asosiyatdan sun'iy aql diagnoz qo'ydi. İkinci, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarga sarf qiladigan vaqtni qisqartdi. Yani odamlar 10 ming yil sanay, 30 ming yil sanaydigan narsa bir soat sanab bo'ladigan bo'ldi. Masalan, sun'iy aql banka, aksiya, paychak bozori, dora yasash, sug'urta qatorliq sonliq ma'lumot ig'ir kasblarda keng qo'llanib, cho'ng sonliq ma'lumot to'plamini tahlil qilishda ketadigan vaqtni qisqartdi. Bu vaqtni qisqartdi deganimiz 1 soatni 30 minut qildi deganimiz emas. Manda aytsangiz 10 ming yilni 1 soatga aylantirib etdi deb ma'ni davatimiz biz. Agar uchinchi, emgak kuchini tejaydi va ishlab chiqarish unumini o'stirdi. Masalan, sun'iy aql ombar. Men ombar degan uyimizni ichidagi o'yilimiz ambar nima deyapmiz? Shundoq keng ketgan millionlab mallar bor. Cho'ng ambarni ko'zda tutyapmiz. Dengizdagi port, hamiyalardagi cho'ng ambarlarni. Sun'iy aql ambar saqlash, to'sish, kontrol qilish, mol to'liqlash va zakot ilish qatorliq mol ta'minlovchilardan yoki ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga yetkazadigan ashyo oboro'ti mashg'ulotni avtomatlashtirib ishlab chiqarish nisbati va unumini o'stiradi.
Hozir nayt bu butunlay cho'nglar kelsa hamma sunniy aql odam qolmadi. To'rtinchi, birdek izchil natija bilan ta'minlaydi. Masalan, sunniy aql tarjima qurollari yuqori darajadagi izchillikni ta'minlaydi. Hatto kichik korxonalarmi xaridorlarning ona tilida xaridorlar bilan uchrasha oladi va mulozimatlarni yerlik tilda yetkazish imkoniga ega bo'ldi. Hozir Microsoftga kirsangizlar bir xil tarjimon bo'lib bo'ldi, to'g'rimi tilda. Shuning uchun siz odatda 100 ya davlatdan kelgan tilni o'rib o'zingiz birdan tarjima qilib ketaverasiz. 5. Xoslashtirish orqali xaridorlarning rozimandligini oshira oladi. Masalan, sunniy aql shaxsiy xaridorlarga xos mazmun, uchur, tavsiya va tor bekatlarini xoslashtira oladi. Masalan, sizlar hozir sunniy aql qilsa, men bir o'z oldim bir xos tor ochay desangiz, ismingizni yo alay bilay biringizni vaqtingizni kirgizib, nimalarni qilman deganim o'sha xat yozib qo'ysangiz, sizga shunday chiroyli torbatni ichib berdi hozir sunniy aql. Hem bu bütünle bikaga. 6. Sunniy aql orqali sunniy aql orqali borliqqa kelgan mahkum vakolatchilar her zaman tayyor. Mahkum vakolatchilar ile telefon ursangiz anglab sizga javob berib turdi. Sunniy aql programmalari uxlash yoki orom ilishning hojati yo'q. Ular uxlamaydi, orom olmaydi, bayram qilmaydi. Yeli bo'yi bütün kun mulozimat qildi. Masalan, sunniy aql bu vazifalarni hozir oson bir taraf qila oladigan bo'ldi. Uchrashishni o'rinlashtirish. Masalan, men bir idoradagi bola bilan uchrashishni men ashna palonchi bilan uchrashtirib qo'y desangiz, sunniy aql baroli ularning bütün kalendariga kirib, bir vaqtni chiqarib sizga o'rinlashtirib, palonchi vaqt kelsang bo'ldi deb berdi. Ulardagi kalendarni boshqarish. Abi kalendarni men falanchilar so'zlashyaptim, kalendarim qaysi vaqt kun desangiz, uni mana qildirim uchuq, anam uchuqqa o'rinlashtirsangiz bo'ldi deblar, sizga deb berdi hozir sunniy aql. Birdamla. Sayohat o'rinlashtirishni biz uy to'liq qilamiz. Telefonni qabul qilish va boshqasiga ulab berish. Telefonni olsangiz sunniy aql ya oladi, deb telefonimni boshqasiga yo'llayapti, falanchiga desangiz, o'zi yo'lib yetadi hozirlar. Mening o'g'lim bir nimada ishlagan, ular ishlagani qanday desangiz, sen bir idoraga har qanday xat yozsangiz, o idorada hech kim xitasini o'qib javob bermaydi. Sunniy aql xitasini o'qib, xitasini o'zi javob berib yetadi. Shunday chiroyli xatni bir hech kim aytib yetadi, yani odam aralashmaydi. Shuning uchun ila xatlar masalan bir idoraga, bizning idoraga har kunga olganda mingdak odam xizmat iltimos qiladi. Kim o'qiydi? Sunniy aql hammani o'qib chiqarib yetma, ila yaxshi ma bo'ladi ekan, meni suhbatlasanglar bo'ldi ekan degan odamni direktorga aytib berdi. Chunki buning ichida odam yo'q. Masalan, sunniy aql bunday savollarga o'zi javob berdi. Masalan, siz bir yerdan bir bilan zakos qildingiz, mening zakos qonunining ahvoli qanday? Buning javob berayotgan hozir butunlay sunniy aql. Mening bir buyumlarim zaxmlanibdi, men qanday qilishim kerak? Bu mahsulot yana qachon chiqadi? Bularni siz telefon urib, shu chiqargan shirkatlar desangiz, sunniy aql butunlay ashlarni o'zi deb telefonlar hammani o'zi qilib bir odam yo'q. 7. Endi bu yer mana sunniy aql ba'zi vazifalarni optimallashtirish, hatto ba'zi sohalarda insonlarning ishib ketish yoshirin kuchga ega bo'lsa-mu, u yanada insonlarning sezimjonligi, ijod jonligi va hissiyot jonligini ko'paytirishga muhtoj. Bu kodini yozishga yana insonlar ketadi. Munosabat, yesdoshlik va ijtimoiy aql talab qiladigan xizmatlarda sunniy aql insonlarning o'rnini olish hozirgacha mumkin emas. Buningdan boshqa sunniy aql iqtidoriy sistemasi insonlarning tadbir belgilashi, qimmat qarashi va axloqning cheklimasiga uchraydi. Sizningki axloqingiz, qimmat qarashingiz qarab, siz yozgan sunniy aql shu ish bo'yicha qiladi. Sunniy aqli iqtidorning jamiyatga bo'lgan yo'linishi va ta'siri shakllanadi. Mushlar qarab turibdi. Sunniy aqlning ojizligi ikkinchi nada bo'ldi? Endi qilamiz. Sunniy aqlni o'shancha tushunib turay. Masalan, sunniy aqllarning kodlari qanday edi, ularni ikkinchi so'zlaymiz Xudoy bo'lsa. Rasm ikkinchi aqlga bugungi mazmunga kelaylik. Rasm 2ga.
Mana müşahit olsun. Ben bana Xitaycısını aldım. Ben Xitaycısının müşahit Türk olsun. Ben tövende müşahinin sözlüğüne müşahinin qarab turib sözleyme. Ben Xitay'ın yuqorida görsen 2014 yılı 11. ayının 1. günü tuzildi. Son yuqorida bu kanunun ötkenligi 2023 yılı 4. ayının 26. yılı bu kanunga yenilik kirgizganligi bu kanunun qayerda tövende bir yeri var. 7. ayının 1'den aldığın ayına birindemeden icra kılganlık. Şunun için ben Muşa Xitay'nın casusluk kanun doğruluk hazır sözlep ütüme. Endi ben bu kanunlar hemisi Google'da bacımınla ben bu kanunlar sözleş jarayonida Xitay'ın, Amerika'nın, Rusya'nın, Arap'ın, Türkiye'nin 5 kanununu bir şey iştirak içip koydu. Bunları geliştirip baktım. Kendi vaktimiz çıkıp kalsa bu kanunların okşaş yerlerini, okşamaydıgan yerlerini analiz kılmış çıkmaya kalsa bugün onu kılanmaya kalmıştı. Endi ben Xitay kanun üstün toxtay. Xitay casusluk kanunu birinci qitim 2014 yılı 11. ayının 1. günü ma'qullandı. 2023 yılı bu yıl 4. ayının 26. günü tüzütülgen nüshası ilan kılındı ve bu tüzütülgen nüshasını 2023 yılı 7. ayının 1. günü aldığın ayının 1. günden tartib icra kıldığanlıqını bayan kıldı. Adı icra kılışkı başladı. Hem dairde itkanda, avval bir 2014 yıldaki kanunu biraz qarab bakayım. Hem dairde itkanda 2014 yıldaki Xitayning casusluk kanununda bu iki xil hareket casusluk kirdi. Casusluk teşkilatga qatnaşqan yoki casusluk teşkilatı ve onun vakolatchisining vazifasini qabul qilgan. İkinci, düşmanga hujum qilish nishonini ko'rsatib bergan. Yaqinda Xitoylarning Xo'jan raketa armiyasining bir yurish generallarining hammani qo'lga oldi-ku, mushu dushmanga nishon ko'rsatmagan deb oldi. Tuanda bu inchiklab analiz qilamiz. Casusluk jinoyat o'tkazdi deb bekitilganlarga 10 yildan ortiq muddatli qamoq jazosi yoki muddatsiz qamoq jazosi berildi. Mol mulki musodara qilindi. Devlet ve halkta alayda ig'ir ziyon yetkizgan, qilmishi intayin nachar bo'lgan deb ayıplaganlarga o'lim jazosi berildi. Men bu yerda mavu Xitoy qonunini deb beryapman. Savg'aylar siz unda dedingiz, bunda deb ketmas. Men Xitoy qonunini so'zlab beryapman sizlarga. Xitoyning josusluk qarshi qonuni tuandagi qilmishlarni josusluk harakat qildi deb bekitdi. Diqqat qilib anlasanglar Xitaylar bu kanunun her bir maddesiga sanaqsız Uygurlarni çit bağlab veyran qilgan. Birinci, chet el jasusluk tashkilotiga qatnashgan. Xitaylar bu jasusluk qildi degani. Xitoyning qonunda jasusluk tashkiloti degan chet el hukumati yoki chegara sirtidagi dushmanlar qurgan Xitoyning axborotlarini to'plash Xitoyga og'dirumchilik harakat qilish, Xitoyning davlat bexatarligi va manfaatiga buzg'unchilik qiladigan tashkilotlar. Xitoy josusluk qonunida josusluk tashkilotiga qatnashib, josusluk harakati bilan shug'ullanmagan taqdirda josusluk jinoyat deb ayiblaydi. Xitoy millionlab Uygurlarni chet elga bağlangan ve düşman tarafga bağlangan deb vayron qilgan. Xitoychilar buni Li Tungvey deb ataydi. Qonunda işte deb ataydi. Medeniyet inqilobida mening dadamga kiydirgan qalpoqning biri chet elga bağlangan unsur edi. G'uljida Sovet ittifoqida buni bar hamma Uyg'urga chet elga bağlangan unsur degan qalpoqni kiydirgan. Hozirmi chet elde ata-onasi yoki bolasi yoki onları bar bo'lgan barliq Uyg'urni chet elga bog'langan deb hisoblaydi. Darhol qo'lga olmagan bo'lsa-mu, qo'lga ilish tizimligiga kirgizdi. Xitoyning hisobida Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi barliq Uyg'ur josus kategoriyasiga kirdi. Rasm 3ga ekranga, rasm 3ga. Yani 2023 yılı 6. ayının 26. günü Erkin Radyo Stansı'nın muhbiri Şükret Oşur Facebook'ta
çaplagan bir Xitayning ichki hujjatida Qashqar Yupurg'u, to'g'rimi ashsin? Qashqar Yupurg'u noyishdagi Uyg'urlardan 123 kishi texi chet elda ekanligini, chet elga chiqib qaytib kelgan 46 Uyg'urning ichida 34 odam o'n qilganligini yozgan. Bu hujjatda chet el bilan har qanday munosabati bor Uyg'ur va josuslik qonuniga asosan hukm qilish shartiga to'ldiganligini aniq yozgan. Mana mushningda mushu qonunda ko'rsanglar, bu bir kichik ham, ya'ni men kesib qo'ydim. Buni o'qisanglar, Shuhrat O'shurning Facebook'a kirsanglar, bu 6-26 kuni buning to'liq hujjatini yozsanglar, unga Shuhrat O'shurmi uyaga qisqa bir beshiga azroq tushuncha berib o'tdi. O'qib chiqsanglar, shunda bo'ldi. Mana mushu Qashqarda qancha kelgan bu odamlarning kelmaganligini to'g'riliq aniq yozgan hamma odamni qo'lga ilishdi. İkinci Xitoy jasus deydigini, jasuslik tashkilotlarga qatnashmagan, lekin jasuslik tashkiloti va jasuslik tashkilotining vakolatini buyrug'ini qabul qilgan, ular topshirgan axborot to'plash qatorliq vazifalarni tamomlaganlar. Ularni jasuslik kirdi Xitoynikiga. Xitoy mushuni bahona qilib, chet eldagi har bir Uyg'ur tashkilot a'zolari amaliyotda har bir Uyg'urni qo'lga ola oladi. Chet eldagi barliq Uyg'urlar axborot programmasi va axborot vositasi, misol chet eldagi barliq Uyg'ur axborot programmasi va axborot vositasi, masalan, Erkin Osiyo radio stansiyasi, Istiqlal axborot markazi, Uyg'ur TV, Fidoyilar ekrani, Uyg'ur Amerika Birlashmasi va Sharqiy Turkiston Milliy Uyg'otish harakati bayonotlari qatorliqlar barliq Uyg'ur tashkilotlarining to'rlari, lager shohidlarining bergan guvohlar, bularning hammasi Xitoy hisobida jasuslik axborot to'plagan degan turga kirdi. Jasuslik bir davlatning fuqarolari bilan cheklanmaydi. Shuning uchun chet ellik shaxsiylar Xitoy uchurni to'plab nishonliq davlat yoki organlarni ta'minlagan bo'lsa, masalan, dunyo BDT kishilik huquq tashkiloti, Amerika tashkiloti har yerlarni ta'minlagan bo'lsa, Xitoy uni jasuslik jinoyat deb ayblaydi. Masalan, Amerika va G'arbdagi har qanday bir organ yoki tadqiqot institut Uyg'urning uchurini to'plagan bo'lsa, jasuslik jinoyat deb ayblaydi. Ikkinchi, dushmanga e-mail yozgan bo'lsa, alxat yozish, telefon qilish, telegram yo'llash, signal o'q etish qatorliq vositalarni qo'llanib, dushmanning Xitoyga nishonliq zarba berishga yordam bersa, qilg'uchi mayli jasus tashkilotining rasmiy a'zosi bo'lsin yoki bo'lmasin, jasuslik jinoyat deb ayblanadi. Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi millionlab Uyg'urni telefonida saqlangan yoki telefoniga kirib qolgan biror rasmiy rasm yoki chet el uchurlarini bahona qilib jasuslik qildi deb vayron qildi. Rabia Qodir xonimni qo'lga olganda so'mkasidan chiqqan bir parcha Xitoy gizini bahona qilgan. Har qanday diniy uchurni, Uyg'ur madaniyatini va Xitoy siyosatini har qanday vosita bilan yo'llagan barliq Uyg'urni jasuslik qildi deb qo'lga oladi. Hozir chet eldagi bolalar bilan WeChat orqali so'zlashganda assalomu alaykum desa yoki biroq qo'l sharat qilsa, jasuslik qonuni bo'yicha qo'lga ola oladi. Xitoy grajdani bo'lmagan har qanday kishi bilan, hatto chet elda yashaydigan Xitoy grajdani bilan aloqa qilgan har qanday Uyg'urni jasuslik qildi deb qo'lga ola oladi. Uyg'urlar shuni bilish kerakki, siz uchurni o'zingizning telefondan o'chirayotganda, u faqat sizning telefoningizdan o'chirib etildi. Mulozimatchi kompyuterda saqlanib turdi. Yong'inga barliq kirib chiqayotgan uchur mulozimatchi kompyuter
kompüterden öçürüp itilmeydi ve yerge o yerden mengü sakınıp vay baba bunda Uygur çıkmasan bak öçürüydü de ben öçürüvettim deydi. Tılpınız görünmeydi. O tılpınız ki barlık nesle mulazimetçi kompüterde üyeden mengülük saklık durdu. Bilgen sözleriniz hemmenimiz eşe saklık durdu. Onu öçürüvetemeyizler cümleler. Mesela ödenler katlar resim olsa onu öçürüvesenler öçüp gidiyordu. Ödenler kattan video olsa aylık görünlerdi. Onu öçürüvetiyordu. Hakan meselenge birisi bilen sözleşken, ekranda çıkan, torda çıkan, WhatsApp sözlegen, Telegram, signallar sözlegen, her kandan nersenler sizler öçürüvetken bile öçürüvetmeydi. O mulazimetçi başı, kompüterda mengü sakınlık durdu. Fakat ödenlerle görenmeyizler. Dördüncü, meyli Xitay puhraları, yoki chettellikler, yoki devlet tevaliki yoklar bulsun, casus teşkilatıga qatnaşsa, yoki onun vakalatçısı ekanligini bilip turup, onun vazifesini qabul qilganlar casusluk cinayeti bilan ayıplanadi. Uyg'urning davası asosan chettellik shaxsiy organ yoki davlatlarga arzir etish orqali yoki chet eldan iqtisodiy va boshqa yordam ilish orqali harakatlanyotidi. Shuning uchun Xitoy hamma Uyg'urni josuslik qildi deb qo'lga ola olmaydi. 5. Davlat organlarining xizmatchilari va harbiy kuchlar hukumat ishlarini ada qilmagan mezgilda, masalan pensiyaga chiqib ketgan vaqtida dushmanga osiylik qilsa yoki hukumatdan boshqa organlarning xizmatchilari dushmanga osiylik qilsa, hammasi dushmanga osiylik qildi yoki josuslik qildi degan jinoyatda ayblanib jazolandi. Nurg'un Uyg'urlar, masalan menmi Uyg'urlar Sharq Turkiston, Uyg'uriston mezgilda Xitoy hukumatiga xizmat qilgan. Biz men oliy maktabda o'qitib Chet elda Uyg'ur davosiga qatnashgan bo'lsalar, hozir ikimiz so'zlashyapmiz. Yoki Uyg'ur tashkilotlarining odamlari bilan bir yerda billa bo'lib qolgan bo'lsa, josuslik qildi deb ayblaydi. Hozir nimishqa 80% Uyg'urlar mushu Uyg'urlarga aralashishdan qo'rqidi, meni josus deb qolamdiki deydi. Bu birinchi bilim shu yerda 2014-yildagi ekan. Ma 2002 bilim Xitoyning josuslik qarshi turish qonunning yangi nusxasining qanday olayligi bor. Ma 2026-yili 4-oyning 26-kuni ma'qullangan, 2024-yili 2023-yili 7-oyning 1-kunida ijro qilgan ma qonunni tekshirib chiqaydi. Bu qonunlar hammasi Google'da yoziliq jumlalar, faqat o'zinglar oldirmay o'qib analiz qilish to'g'ri keldi. Xi Jinping 2012-yilda taxtiga chiqqandan keyin josuslikqa qarshi turishni hokimiyatning ichki konturligini mustahkamlashdagi muhim vosita qildi. Xi Jinpingning Turkiyada hukmronligi ilgirki davlat bexatarlik qonuni, uni Xitoycha Goja Anchunfa deydi. Va tuzitish kirgizib 2014-yili josuslikqa qarshi turish qonunini ma'qulladi. Fanjendianfa deydi. Dunyoda faqat Jendianfa deydi, Xitoylar yana qarshi degan bir gapni aytib oldi. 2023-yili 4-26-kuni Xitoy qonun chiqarish organi, bu organning ismi Xalq vakillari qurultayining doimiy komiteti. Xitoycha Zhongguo Lifa Jigo Chuanguo Renda Changhui deydi. Bu qonunga yanmi ilgirlagan tuzitish kirgizdi. Bu qatimki tuzitish bexatarlikning oldini olish, josuslikqa qarshi tashviqot tarbiyasini faol qanot yoydirish, umumiy xalqning josuslikqa qarshi turish bexatarligining oldini olish ilmiy va davlat bexatarligi safosini kuchaytirish qatorliq mazmunlarga ahamiyat berildi. Bu Xitoy doiralarining Amerika bilan Xitoyning qarishlashishi kunsiri keskinlashayotgan xalqaro muhit Xitoyga kunsiri foydasiz bo'layotgan vaqtda davlat ichida kontrol qilish, sudda o't ilish uchun qo'llangan bir turli tuzum, bo'yliq rasmiy tuzum xarakterlik tadbir. Bu yangi tuzishda josus tashkilotiga va uning vakolatchisiga setilish yoki ulardan yo'lanchiq izlash,
davlat organları məxfiyyətlikə çetilgan orunlar yoki halqlıq uçur və ul əsli həlləri qatarlıqlarga kor hücum qılgan qatarlıq qılmışlarga casusluk qılmışı deb aniqlama berildi. Bu yeniden kırgızıldı. Bu kanun 2023 yılı 7. ayının 1. günü, 6. ayının 1. günü künden başlap yolga koyulgan bolsunmu, lekin bunun halkka bulgan korku neç peki şu vakit rol oynadı. Məzmundan qaraganda yeniden tüstiş kirgizgen casusluk karşı turuş kanundaki özgürüş tüvendeki bir qancha cihetlerini öz içine aldı. Birinci, casus kılmışının aniqlaması devlet organları məxfiyyətlikə çetilgan orunlar yoki halqlıq uçur və ul əsli həlləri qatarlıqlarga kor hücum qılgan qılmışlarga kengaytildi. Mağlanı xansusida mən bütünlə Uyğurca mən özüm tərcüm qıldım və yaxşıraq tərcüm qıldıqlar tərcüm qıldıqlar. İlgiri devlet məxfiyyətini uğurlagan degan maddəni devlet məxfiyyətlikini və devlet bexəterligi və mənfəətə münasibətlik başqa hüccət, sallıq məlumat, material büyümlərini uğurlagan degenge kengaytildi. Bu Xitay puhralarına emas, yana ikinci devletke qartılgan casusluk qılmışlarımı çünkü qartgan casusluk qılmışlarına qoşuldu. Buna Xitay içinde Cındui deysen o da cendiye şinvi dep algan kanunda. Men bu yerki üçüncü devletke qartılgan casusluk qılmış diyen sözge düşünce bir öteli. Bu casusluk teşkilat ve onun vakaletçisinden başka chet eldeki axbarat teşkilat Ben bu yerki ikinci devletke qartılgan casusluk qılmışı degan sözge düşünce bir ötey. Bu casusluk teşkilatı ve onun vakaletçisinden başka chet eldeki axbarat teşkilat şəxsilərə, misala muxbirlərə yoki siyasetçilərə Xitayning məxfiyyətligi ya axbarati bilan təminləyən əhvalını göstərdi. Bu təminləş təsadüfi halda bulgan qılmışını öz içine aldı. Uquşmaq qağamısının öz içine aldı. Bu yerki məxfiyyətlik yoki axbarati deganning aniqlaması yo'q. Xalqancha aniqlama berildi. Bu üçüncü devlet degen casusluk teşkilatının əzası yoki casusluk teşkilatının vakaletçisi bulungan ama chet eldeki başka axbarat teşkilat şəxsilərini Xitay axbaratı bilan təminləyən qılmışını təkidləydi. Mesela muxbirlərə uçur beriş. Bununla asasında her qandaq bir Uyğur bir chet ellik bilan uçraşqan bolsa yoki telefon qılğan bolsa, e-mail yazgan bolsa, chet el konsulxanasının aldığa berib algan bolsa, yığınlarda sözləb qalgan bolsa, Xitay çekilgen uçurdan xabar tapqan bolsa, ata-ana telefon qılğanda "Assalamu alaykum" degan bolsa, Xitay casusluk qıldı deb qo'lga oladi. Bununla asasen chet eldeki barlıq Uyg'urlarni casusluk qıldı deb ayıplaydi. İkinci, bu qitim Xitay casuslukka karşı kanunga tüztiş kirgizip bexatarliginin oldini elish Xitaycha en cho'ng fangfen deb olgan degan maxsus bab ta'sis qildi. Bir babni ismi shu. Bir ko'ringlar Xitoychani Uyg'urlar hammanglar bilsizlar. Davlat organları, ijtimoiy tashkilot qatorliqlar casuslukka karşı ve bexatarlikning oldini elishdagi subyektlik mas'uliyetini aydınlaştırışını ta'kidladi. Xitoychada buni ruhiy zo'rin deb olgan. Men Xitoy torbiti Baidu, bu Xitoyning Uyg'urlar Google bo'lganda Xitoyning Google shu Baidu. Baiduga kirib bu subyektlik mas'uliyat ruhiy zo'rin degan so'zning qonuniy ma'nosini izlanib baxdim. Bu yerda bunaqa tushuncha berdi. Buning ma'nosi mundaqki: aloqador taraflarning casuslukka karşı təşviqat tərbiyəsini faal
qanoat yoydirish mas'uliyatini aydınlaştırıp məxsus organlar təşviqat faaliyyətleriga yetakçilik qilib, umumi xalqning casusluqqa qarşı bexatarlik oldini ilish ini və dövlət bexatarligi sapasını haqiqiy o'stirish mazmunlarini ta'kidlaydi. Aşındaq ishlarni aloqador taraflar degan Xitoyning tashkilotlari, organlari aşılan davatıda. Şular bütün muşlarını bilish kerak. Şunun bilan bir vaqtda nuqtaliq o'rinlarning bexatarlik oldini ilish mas'uliyati va davlat bexatarligi ishlariga chetildigan qurilish turlariga ijozat berish tizimi qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu yerga davlat bexatarligi ishlariga chetildigan qurilish turlari bu nim degan gap? Men bu Xitoycha jianshe xiangmu deydi. 国家安全事项的监视项目的包含. Bunun manası men sözü degan so'zning doirasi nayt kankaman kirib baxdim. Bu tuandikilar bu so'zning doirasiga davlat bexatarlik ishlariga chetildigan qurilish turlari degan gapning doirasi ma'lumki. Davlat bexatarligi konkret turlar va ochqushliq texnikalar, qo'r uchuri texnikasi, mahsulotlari va mulozimatlari davlat bexatarlik ishlariga chetildigan qurilish turlari va boshqa faoliyatlar va faoliyatlarga ta'sir ko'rsatilgan chet el mablag'i muhim davlat organlari, davlat mudofaasi va harbiy sanoat o'rinlari, boshqa muhim maxfiy o'rinlar va muhim harbiy aslihalarning bexatarlik kontrol rayonlari atrofida yangi o'zgartirilayotgan va kengaytirilayotgan qurilish turlari. Mana mushlarning hammasi davlat bexatarligi ishlariga chetilgan qurilish turlari degan gapning ma'nosi mushta. Bununla asasen Xitoy Sharq Turkiston, Uyg'uristondagi asas qatlamlarni kuchaytirib, asas qatlamlarning xohlagan odamni josuslik qildi deb ayblashiga yoki yerlik soqchilarning xohlagan Uyg'urni qo'lga ilishiga yo'l ochgan. Uyg'urlarni qo'lga ilish huquqini qonuniy organlardan har bir Xitoy fuqarosiga o'tkazib bergan. Her qanday Uyg'urni oladi. Uyg'urlar uyiga bir odam kelsa, darhol asas qatlamga tizimlatmasa, uni josuslik qildi deb qo'lga ola oladi yoki bexatarlik oldini ilish ingi tuan deb tarbiya kursiga, lagerga avitidu yoki uyiga bir Xitoyni yotqizib qo'ydi. Mishatqa men yaqinda men bir Washingtonda bir to'yga bordim. O toyga ilgili ameliyat Rabimden bilen nait yıkıntı. Onu eğer Rabimden ne o kildan ki Rabimden'e bağmaptı. Çünkü onun ataları ürümçidike ulanın üyege Xitayni orlaştırıp koydu beni anlaşım ki. Eğer Rabia Qadirbek'e bu kelse seni tutup gitmeye istep şunlar Rabimden o toyga baramedi. Uygurlar bire kuruluş, koça, pazar, kullanma, teşvikat büyümleri, şuar, plakat, Pakça, asker ve harbiy maşinlerini, tilanchi qatorliqlarni ruxsatsiz rasmga tortsa, maxfiyatlikni oshkorlaydi deb qo'lga oladi. Oddiy ko'chada Xitoylar, Bingursakka Xitoylar Uyg'urni ola oladi qo'lga. Xitoy agar bir Uyg'urni darhol yo'qotmoqchi bo'lsa yoki bir Uyg'ur yana bir Uyg'urni chekib qo'ysa, shu Uyg'urni darhol qo'lga ola oladi. O'sha so'zimizdan zodi Katli. Mesela Reşat Abbas'la olim sayti mening ve Şükret Uşur tuğluq üçümüzün idarəsine xat yetdi. Bunu Rabimden pidayla ekran aşkarladı. Şu akçı ben bilmekmeyim. Eğer o Xitayda bo'lgan bo'lsa, bizni allaqachon qo'lga ip ketadi. Ben bu ikisinin men Amerika kelsam vatandagi ishlarni o'ylamsam o'zimning shaxsiy hayotida bu menga ta'sir intayin qattiq ko'rsatgan, mening ruhimga intayin qattiq zarba bergan ishda. Mesela bu her qanday burun biz xoin deymiz. Xoin degan gapning qadimgi tili 3-chi millatning tili bilan
qo'li bilan o'zingning millatiga qarshilik turish, o'zingning millatiga ziyon yetkazish. Mayli bir odam bo'lsin, yo 10 odam bo'lsin, uchinchi millat orqali o'zingning millatiga ziyon yetkazish buni xoinlik deydi. Men Rishad Abbosda olim Saytoyevning bunda xoinlik qilganiga mening ruhimga intayin qattiq ta'sir yetkazdi. Bo'lma Rishad Abbosga men %100 ishondim. Onundan bir sami gumonlanmasdimda, onun bunda xoinlik qilishiga mening hayotimda intayin qattiq ta'sir yetkazdi. Üçüncü, yeni qonunda josuslikqa qarshi tekshirish, bir taraf qilish tadbirlarini texmi kuchaytirdi ve ma'muriy qonun ijro qilish huquqini texmi ko'paytirdi. Tekshirib bir taraf qilish, bir bab açtı, Xitoycha uningda 调查组织 degani babda ma'muriy organlarga shaxsiylarning sonliq ma'lumotlarini tekshirish va yutkab ilish, ularni xohlagan vaqtda chaqirtish, ularning mol-mulk uchurini surishtirish, chegaradan kirish chiqishga ruxsat qilmaslik qatorliq ma'muriy qonun ijro qilish huquqini ko'paytirdi va kuchaytirdi. Yeni qonunda bayqalgan kor bexatarligi, xavfi qatorliqlarni qilish va bir taraf qilish tadbirini ko'paytirdi va kuchaytirdi. Davlat maxfiyatligini va axborotni baholash mexanizmini ko'paytirdi va kuchaytirdi. Jinoiy ishlar yurgizish va maslashtirish belgilemelerini ko'paytirdi va kuchaytirdi. Xitoychada bularni qonunda Xinjiang deb olgan. Bu gapning ma'nosi, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar qonunini birlashtirish degan. Bu gapning ma'nosi, buni qonuniy organ yo'q. Odatdagi idora shaxsi hamma odam Uyg'urlarni qo'lga ola oladi degan gap. Buningga asosan Uyg'ur yutlab qo'ysimi jinoiy ishlar qildi deb qo'lga ola oladi. Uyg'ur hech yerga arzi qilolmaydi va Uyg'urlarni chaqadigan Uyg'urlarga texmi ko'p fursat yaratib berdi. Uyg'urlarni chaqadigan Uyg'urlar ko'p. Bu deganlik qonuniy organ bo'lmagan har qanday Xitoy idoralarining, tashkilotlarning va shaxsiylarning har qanday Uyg'urni har qanday vaqtda sababli yoki sababsiz qo'lga ola oladigan, mol-mulkini musodara qila oladigan va ma'lumotlarni ko'ra oladigan huquqi bor. Har bir Xitoyning har qanday Uyg'urni shunday qila oladigan huquqi bor. Xitoy jinoiy josuslik qonuni bo'yicha davlat bexatarligiga munosabatli har qanday uchurni yo'llash va yetkazishni tamoman chekladi. Har qanday uchurni, har qanday bu qonun orqali chet elning shaxsiy va shirkatlarga zarba berish salmoqni kuchaytirdi. Bu qonun chet el korxonalarining va ishchi xizmatchilarining Xitoydagi tijorat usuliga ta'sir ko'rsatdi va konkret isbot bo'lmagan ahvol ostida xohlagancha qonuniy ijro qilish nomida tutish qila oladi bu chet ellikka. Men bu yerda ikki bo'lib so'zlayman. Biz avval Xitoyning xalqaro ilib bo'lgan josuslikni bayonot turib, xalqaro shirkatlarningki ishlariga buzg'unchilik qilganini so'zlaymiz birinchi. Endi Uyg'urlarning uchurlarini bizda Xitoy josuslar zot Uyg'urlar uchun qanday to'playdi? Bu to'g'riliq keyinda tafsili to'xtaymiz. Birinchi, avval Xitoylar bu josuslik qonuniga asos qilib turib, chet el shirkatlarini qanday beoram qildi? Bu to'g'riliq so'zlab o'tgan. Misollarni ko'rsatib o'tdi. Birinchi misol 1. Reuters agentligining xabar berishicha, Amerika boshqarish maslahat berish Beyin shirkati. Bu Beyin degan dunyo intayin qanday boshqarishlarni maslahat bergan shirkat. Amerika boshqarish maslahat berish Beyin shirkatining bayonotchisi 2023-yili 4-oyning 26-kuni qonun ma'qullangan kuni munolarni bildirdi. Xitoy soqchilari Beyin shirkatining Shanxay ishxonasiga ko'p qitim kirib, kompyuter va yonfullarni ilib ketgan va u yerga xodimlarni so'roq qilgan. Amerika Beyin shirkatining ko'z qarshida Shanxay ishxonasi quyuqsiz hujumga
uchrashishi Amerika bilan Xitoyning jiddiy vaziyatning keskinlashishi bilan munosabat. Xitoydagi chet el korxonalarini tekshirishni kuchaytganligidan berdi. Shu kuni e'lon qilgan boshlaganda misol ishki, yana Reader agentligining xabar berishicha, Xitoy Mergel Tor bexatarlik va uchurlashtirish komiteti ishxonasi. Bunichi Xitoycha Zhongguo Anquan ve Xinxihua Viyuanhui deydi. Davlat bexatarligini bahona qilib, bosh shtabi Amerikaning Idaho shtatidagi ichki saqlovchi chip, memory chip yasash şirketi Mikron Pen Texnika şirketini tekshirish ilib borgan. Rasm 4ga kelma. Rasm 4ga. Uch, tuanlab chiqsangiz. Ma 4ga. Mana bu ichki kompyuterlarning va yanfullarning ishini asanlar mushundaq narsani ko'rsizlar. Mushlar biz qilgan barliq uchurni saqlaydigan narsalar. Mushlar biz qilgan uchurlarni bizning yozgan yumshoq detal orqa harakatini hisoblab, ratlab bizlarga chiqarib bergan narsalar mushini, buni memory chip deydi, mushini. Ichki saqlovchi bo'lsa kompyuter va boshqa uskunalarning sonliq ma'lumotlarini yoki kodini saqlaydigan to'plashtirish tok yo'li. Siz birimlarni o'chirayotgan bilan cho'ng mulozimat kompyuter mulozimat markaziga borsangiz shunda cho'ng bo'ladigan necha potli maydonda chiqadi. Hamma narsa mushundaq narsalar ichida saqlanib qoldi va kompyuterni o'chirayotgan bilan o'chmaydi. Jumunglar, birimlarni Uyg'ur kitoblar kompyuterni o'chirayotdi, hamda hech qadam ko'rolmaydi, Xitoy ko'rolmaydi, hech qas ko'rolmaydi demanglar. Sizlarning mush kompyuterga hammanglar mushunda cho'ng mulozimatniki mushundaq memory chip deydi, ashada saqloqliq turadi. Mengi saqloqliq turadi. Har qanday kompyuterni saqlamoqchi bor. Misol 3. 2023-yil 3-oyning 3-oyda Amerika şirketi Mins, bu degan Amerikan bir cho'ng şirket, Minsning bosh 5 Xitoy xizmatchisini tutib ketgan va bu shirkatning Beijing bejirish o'rnini va soqchilarning yo'qlab oqtirishiga uchragan. Minsi şirketi bo'lsa tekshirish şirketi. O bir odam ya şirketlarni taklif qilishdan burun, o'dilishdan ilgari da'vo mojaro bo'layotgan jarayonda aldamchilik yuz bergandan keyin dunyoning har qaysi joylarida munosabatli uchurlarni to'playdi. Masalan, cho'ng bir shirkatlar bir odamni taklif qilmoqchi bo'lsa, shu odamning orqaga butunni ma shirkat tekshirib berdi. Masalan, so'dilishdan burun, masalan, sizning shirkatingiz bir aldamchilik uchrab nurg'un narsani haqla o'g'irlab ketgan bo'lsa, hammani qilib bergan xalqaro bir shirkat. Soqchilar bu shirkatlarning narsalarni yutkab akab tekshirib. Misol 4, bosh shtabi Angliyaning Londonga joylashgan Deloitte shirkati bo'lsa, dunyo bo'yicha eng yuqori darajali buxgalterlik kasbiy mulozimat organlarining biri. 4-oyning 26-kuni bu shirkatning Beijingdagi ish harakati 3 oy to'xtatilganligini debdi va rekord yaratgan jarimona qo'yildi. Misol 5. Yaponiyaning davlat halqagan dora shirkati. Bu shirkatning ismi Astellas Pharma. Astellas Pharma'ning Xitoyda kurishlik bir yuqori darajalik amaldori 2023-yil 4-oyda josuslik qildi deb qo'lga ilingan. Bu vaqa Yaponiya savdo sohasini zilzilga soldi. Turli alomatlar ba'zi xalqaro shirkatlarni Xitoydagi xavf xatarni qaytadan baholab, Xitoyga borgan savdo sayohatini to'xtatishga majburladi. Misol 6. Josuslikqa qarshi turish qonuni Xitoyda turishliq chet el korxonalaridan boshqa Xitoy ichidagi muxbirlarga qaratildi. Xitoyning cho'ng gazeti taratqusi Guangming Ribo'ning sobiq yuqori darajali muharriri Deng Yu 2023-yili Yaponiyalik bir diplomatiya amaldori bilan tushlik tomoq yeganda Beijing soqchi tarafdan qo'lga ilingan hamda josuslik jinoyati deb ayblangan. Misol 7. Kanada 2018-12-oyda Amerikaning jazolash qonuniga xiloflik qilgan uskunalarni Eronga sotib bergan
Xitay Pan Texnika şirketi Huawei'nin maliye baş nazaretçisi Meng Wanzhou'ni қолға alganda Xi Jinping buyruq tushirib, Kanada'nın sabık diplomatiya amaldori Michael Kovrig bilan savdogar Michael Spavor ikkisini қолға ilib, Kanada'ni Meng Wanzhou'ni qo'yib berishga majburlagan. 2026 misal saktir. 2020 yıl 4. ayda Avustraliya hükümeti Xalqaro Cemiyeti Wuhan virusunun manbasini surishtirishga chaqiriq qilganda Xitoy intayın ochiqlab Avstraliyadan 3 ilishni boshlab tang doirada savdo boykot qilishni boshlagan. 2026 yılı 6. ayda Avustraliyalik Xitoy muhaciri Chen Linni qo'lga olgan. Şunun için yeni casusluk kanununu ilan kılgandan keyin Amerika hükümeti Amerika huquqlarga alayda uqtirishni tushadi. Bu uqtirish mandaq bu uqtirishning mazmuni. Ben tüvenki uqtirishning mazmuni da'vatimi 2023 yılın 7. ayın 1. kuni Xitoy tuzitilgan casusluk kanuni ega ekanligini ve icra qilishga boshlaganligini bayon qildi. Amerika Birleşme Agentliğinin 2023 yılı 7. ayın 3. günü xabariga qaraganda Amerika Devlet İşler Ministerliği en yeni sayahat teklifte mundaq dedi. Amerika fuqarolari Xitoyga sayahat berishdan burun şu joyning qonuniy ve chegaradan chiqish cheklamasini qaytadan o'ylashi kerak. Vaziyatni xato baholab Xitoyning tutqun xavfini saqlash kerak. Amerika Axborot idorasi mi mundaq ogohlantirdi. Amerika yuqori qatlamdagi savdogarlar Xitoyni ziyorat qilish jarayonida Xitoyning yeni jasusluk qonunining qiltaqiga tushib ketishdan ehtiyoj qilish kerak. Xitoy sayohatga borgan yoki Xitoyda turadigan Amerika fuqarolari Amerika elçixonasi ve konsulxonasi bilan aloqalasholmagan ahvolda Xitoy tarafining tutqun qilishi mumkin. Namoyishga qatnashgan Xitoy siyosini tanqid qilgan, elektronli xabarlarni yo'llagan, hatto Xitoy kelgur deb chekilgan sohalarni tanqid qilgan qatorliq faoliyatlarga qatnashganlarni josuslik jinoyati bilan qilishi mumkin. Siz Amerikalik bo'lsangiz ham bu shularni qilsangiz hammasi josuslik qilib qo'lga olgan. Xitoy chegaradan chiqarishni cheklash buyrug'i orqali shaxsiylarga bitim ishirtish Xitoy hukumatining tekshirishiga moslashishga majburlash chet elki urug' qonlarini Xitoyga qaytib ketishni shart qilish qatorli usullarni yo'lga qo'ydi. Va Amerika Axborot idorasining nimasi? Undaki Amerika davlat josuslikqa qarshi va bexatar markazi. Bunu İngiliz tilden The National Counterintelligence and the Security Order deydi. İlan qilishcha Xitoy sonliq ma'lumotlarning sirtqa eqib ketishini davlat bexatarligiga tahdid deb josuslik jinoyati qilib hisoblaydi. Xitoydagi Amerika korxonalari va shaxsiylar josuslik harakat qildi va chet elning jazolash qilmishiga hamkorlashdi deb bu qonunning zarbasiga uchrashi mumkin. Bu qonunning mujmalligi har qanday arxiv, sonliq ma'lumot, material yoki buyumni va bexatarlik qizil siziqidan eshib ketdi deb odatdagi muxbir va tadqiqotchilarni qo'lga oladi. Va Amerikaning 7. ayning 3 idorasining chiqargan turishlari. Buningdan qarab Xitoylarning josuslik tashkilotiniki qanchalik dunyo tasir ko'rsatayotganligini, qanchalik vahshiy ekanligini bilalaysiz. Bir qancha savol biraz sabr qilib o'tirdik da, agar imkon bo'lsa so'rab o'tirdik ya. Hozir so'rsangiz, oxir so'rsangiz o'zingizlarga begishlik. Men qanday so'man bo'laverdi. Tamam. Unda bo'lsa hozir so'rab o'tirib, bo'ldi. Mazmun e'tibori bilan. Bo'ldi. Bayat niyag'iliq
telefon yoki kompyuterlarda yuritilgan materiallar qaysi yerlardagi serverlarda saqlangan bo'ladi? Undan kimlar foydalana oladi degan bir savol bor. Oldi bilan. İkimiz misal alayı. Hozir ikimiz men so'zlashyapmiz, to'g'rimi? Biz ikimiz bevos telefon orqali so'zlashmaymiz. YouTube yan bir yerga mulozimat orqali mangdi bu yerga. To'g'rimi? Bu ikimizga telefon so'zlagan ish yo'q. Asmat Sünnet. Aşı mulozimatda qoladi. Aşı mulozimat Benim mülazimtim ayrım. Mesela işgelenlik yazı hatırsı Skype'de kaldı dedim akıl. He. Şunu dendik ya ki o Skype'de mi çonkur ya mı o? Skype'de kaldı. Skype'nin mülazimeti bade. Mesela Skype Google başkanımsa Google'ın mülazimeti de kalır ne bu? Mesela idarla tekşüreymen değilse tekşüreyim. Mesela biz ilaqe Skype'la WeChat ya TikTok orqali so'zlashdi. Har qanday chiqasangiz, u mulozimat Xitoyda. Ya menga qoladi. Siz telefoningizni o'chirvatdim degan bilan ular asl chiqadi. Yani biz işletken eskilikki software yoki app detalniki mulozimat amberda qolib qoladi. Amber qolib qoldi. Men bunda amberlar baga mesela bizning idoraning amberga ostida kirsakmi bir futbol maydonidan yo'g'on. Manda bir mulozimat deydi, unda milyon Google'larni chekirsa, har kuni mushtaq mulozimatdan nechini ketib turdi. Chunki odamning jihliqidan. Shuning uchun o'sha mulozimat saqlab qoldi. Keyin masalan uni olaman desa, masalan Amerika olaman desa TikTokning yoki WeChatning bo'lsa, kim tuanda so'zlayman, nima uchun WeChatning saqlanib qolganligi to'g'riliq, ben so'zlaymiz. Ular hech nima ketmaydi, menga yasha saqlanib qoladi. Biz nurg'unlar masalan WhatsAppda xabarlar beramiz. Buni qarang, siz WhatsAppda o'yjam malan o'chirib aytaydi, menda o'chirib aytsa. O'chirib atsangiz sizning telefoningizni o'chirdi, boshqalar WhatsAppda uni ko'raverdi. To'g'rimi? Masalan siz fidoyida masalan ikimizning nimasini masalan Dunyo Uyg'ur qurultoyiningki Torbiti Uyg'ur bizga selib qo'ydingiz. Taqaniki men Guylanikini ko'mayman deb men o'chirib atdim telefonimda. Lekin qolgan uningki 9 odamlar hammasi qarshi asha turdi. Çünkü sizning telefoningizni o'chirdi, mulozimatni o'chirilmaydi. 900 odamning hammasi o'chiribsizmi? Mavi torbatni aytyapsizmi? O mulozimatda menga qoladi. WhatsApp Google qaraydi. Ya WhatsApp Facebook qildi. Facebookning mulozimatini menga saqladi. Okey. Tamam. Bo'ldimi? Eğer kompüterde yoki telefonning o'zida saqlab olgan bo'ladi. Ama onu hech qanday bir yerga yo'llamagan bir avalasida uni mi ko'ra olamdi, uni mi saqlab olamdi yoki? Uni ko'ra oladi. Men tuanda mushni oxiri mushni to'g'riliq Uyg'urlarning ishini so'zlaganda mush to'g'riliq so'zlaydi. Okey. Ko'ra. Buna münasebet tarafından şu şey soraydı. Ondaqda yana bir muhim savol. Yana bir muhim savol. Chet ellardagi Uyg'urlar o'zlari turayotgan davlatninki noposga o'tib ketgan taqdirdami Xitoy yana ayblayoladi o'zining qonunlari bo'yicha degan bir savol. Albatta ayblaydi. Har qanday josuslik degan xalqaro jinoyat. Bu emas bir Amerikalikni Xitoy bo'lsa josuslik qildi deb qo'lga oladi. Amerikami başka her qanday davlat boshqa davlatning fuqarosini sen mishakilib josuslik qildingsa shu davlatda shuni qo'lga ola oladi. O xalqaro qonunda hamma davlat Amerikaning nurg'un sirtdan kelganlar josuslik qildi deb qo'lga oladi. Tuanda so'zlaymiz. Bir necha Xitoy muxbirlarini qo'lga oldi. Fuqarolarini. Shuni gün e'lon qildi Amerika. Amerika dengiz armiyasiga ikki Xitoy askarni josuslik qildi deb Amerika fuqarosi Amerika dengiz armiyasi bo'lgan ikkini Amerika qo'lga oldi. O'zini agar ay bo'lsa ola oladi. O har qanday davlatchining ishonlar bo'lsin, sizlarni josuslik qildi deb qo'lga olishda sizlarning qaysi davlatning fuqaroli bo'lishinglar o qonun hojatsiz. Siz ashak bodingiz sizni josuslik qildi deb qo'lga ola oladi, kesalaydi. Yani Xitoyninki kuch yetadigan doiraga kirgan vaqtida bo'ladi bu ish. Bu bo'ladi, doir kirganda. Endi davlat orqali xalqaro qo'lga olish uchun xalqaro tutish qonun bo'yicha buyruq chiqarildi. Uni chiqargan olmaydi-ku. Burunlar masalan nurg'un Uyg'urlarni qo'lga chiqargan degan olmaydi-ku. Shu chiqadi, uni ola oladi. Okey. Endi yana bir muhim savol.
bexatarlikka aloqador taraflarini tekshirib beradigan dunyoviy bir organning gapini qildingiz bu yerdan. Endi shu organga Uyg'ur tashkilotlariga yetakchilik qilayotgan va yoki buzg'unchilik qilayotgan deb qaraganlarni tekshirish imkoniyati bormi degan bir savol. Burun o masalan 10 yillik international pool deydi, xalqaro ombri mandaq deydi. Onunğa masalan o xalqaro jinoyatlarni tutadigan tashkilot. O tashkilot har qanday davlatda bir odamni, har qanday davlatning odamini qo'lga olib, BDTga topshirib beradi. Onu masalan onunğa hozir Xitoylar buzvatdi, shuning uchun Xitoylar burunmi bir necha odamlarni shu tashkilotga mushtat terrorchi qo'lga ilingan degan. O tashkilot rad qildi. Şimdi bu teşkilatın nizamnamasına düşmedi. Onun sepli basans bulmaydı. Onundan sepli basans bulmaydı. O teşkilatın adamları tekşirip, hakikaten sizin bu cinayete, halkara cinayetke koludu deyse, endil ulak kızıl hüccet düşürdü. Sizin dünyadaki hemmiyege kol ilişka icra buyruk düşürdü. Mesela muayyen bir hak veriş arkalık bu adamın ya ki o teşkilat ya ki bu guruhnun ki bizim menfaatimizga aloqador tarafdan tekshirib bersa deyish shu. O qaratsiz bir onu qilmoq tez. Endi dunyoda hamma ishni mutlaq bo'lmaydi demaymiz bu dunyoda. Undoq mutlaq bir Qur'on Karimdan boshqa hech narsa mutlaq emas bu dunyoda. Birlashib, undan boshqa mutlaq narsa yo'q. Endi u odamlarga siz uni tushunsangiz u bir organ. O sizni davlat qilib tutib qilish. Mesela Xitoylar bir necha odamni Vyetnamdan jinoyatchilar Vyetnamga borganda Vyetnamdan qo'lga olib ketildi. Xalqaro jinoyati deb Vyetnam chunki Vyetnam moslashdi. Uni qabul qildi, akitadi xalqaro qilmisi bu. Bu bir ila xalqarochi nurg'un bu qonunlar mujmal. Amerikaning shunday cho'ng bir necha jinoyatchi Yevropaga qaytib ketdi, qo'lga olinmadi. Bu Yevropa uni jinoyat deb qabul qilmadi. Şunun o'xshash narsalar to'p buningda xalqaro. Ama mesela texniklik jihatdan mesela texniklik jihatdan faqat pulning qarshiligida tekshirib beradigan, tekshirib natija chiqarib beradigan bir o'rin yo'q. Yo'q. Unda o'rin yo'q. Bu xalqaro bu international pool deydi. Pool degan kül, xalqaro kül, organ degan gapda. Bu organ tovlangan odamlardan hamma davlatning chiqadi mas'uliyat. Ular kichikgina nim bo'lib kelsa bu organ ta'sir etadi. Shuning uchun u ehtimoli intayin kichik. Yer sharida 7,8 million milliard odam bo'lsa, uni 1%, 20% kammaydi. Unda ehtimol yomon kichik. Okay. Tamam. Unda bo'lsa, ikinci bilim, Xitoy chetdagi Uyg'ur uchurlarini qanday to'playdi? Bu to'g'riliq to'xtaydi, bu to'g'riliq. Xitoy chetdagi Uyg'urlarni nazorat qilishi bizning tasavvurlarimizdan olqib ketdi. Olqib ketdi. Ko'p sondagi Uyg'urlar Xitoyning nazorat qilishini va tahdidini his qilolmaydi va toniy olmaydi. Lekin amaliyotda Xitoyning nazorat qilishi sizning tasavvuringizdan olqib ketdi. Rasm 5'lik akab qo'ya olamsiz? Rasm 5'ga, aşınımga. Yaşa turt olsun. Xitoy sunniy aqliy iqtidor, texmo pishib yetilgan hisoblash usuli, cho'ng sonliq ma'lumot texnikasi, darajadan tashqari yuqori sur'atli kompyuter. Bu men degan bu 4 narsachi har qanday Uyg'urlar bilish kerak. Biz yana kechgacha 40-50 ideya bo'lmaskinlar. Agar mushni men uqmayman, hozir birini tayyorlasam qanchalik odam tingshaydi. Men mushi degan narsalarni bir anglashga qiziqidan bir ashkil odam bo'lsa, men tafsir dehqon tilida so'zlab beray, ya. Sunniy aql iqtidor, texmo pishib yetilgan hisoblash usuli, cho'ng sonliq ma'lumot texnikasi, darajadan tashqari yuqori sur'atli kompyuter sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish sistemasi orqali butun dunyoga tarqalgan aqliy iqtidor nazorat qilish to'rini barpo qilib, dunyodagi Uyg'urlarni
Tibet hemmindeydi, men diqqatimni Uyg'urlar qilyaptim. Dunyodagi Uyg'urlarni nazorat qilyapti. Xitoyning maqsadi sizni, oilangizdagilarni va avlodlaringizni umumyuzlik kontrol qilmoqchi. Amaliyotda bu jihatda xiyla natijalarga erishdi. Rasm 5ni qaranglar. Men rasm 5ninki so'ng tarafda rasm degan ostida o'tir kichik bir qizil bor. China degan gap. Bu Xitoyninki, Chinadagi har yerlar ittifoq, Amerikaninki nimda qilgan to'ri, o'ng tarafdagi Xitoyning dunyodagi josuslik tor organlarining o'rinlari. Mushunda qarab, siz bu Xitoy organlari qanchalik chizilib ketganligini, qanchalik doirasi keng ekanligini bila olasiz. O'sha Xitoy organlari dunyodagi va o'ng tarafdagi bu qandoq ishlar ib borgan Amerikaninki China Remix War. Xitoy dunyoni boshqani quryotidi degan gapki bunlar, texnik orqali deganga organ. Xitoyning hozir qo'llanayotgan usuli an'anaviy usulga o'xshamaydi. An'anaviy usul degan yiliq xalqlarni uyiga berib qo'llash, yiliq razvedchiklar, Holmes apandining hikoyalari ashla to'g'rimi? Uni qiladi, hozir uningga o'xshamaydi. Hozir Xitoy nazorat qilish va tahdidi sizning barliq sonliq ma'lumotingiz, oila a'zolaringizning sonliq ma'lumoti, do'stlar chambaringizdagi do'stlarning sonliq ma'lumoti va oilangizning avlod a'zolarining sonliq ma'lumoti qatorliqlarni qo'lga keltirish. Xitoy erishgan sonliq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, sizga shuncha umumyuzlik nazorat qilishni amalga oshirg'ili bo'ladi. Sizga bo'lgan tahdid shuncha cho'ng bo'ladi. Xitoy Uyg'urlarning uchurni va sonliq ma'lumotlarni to'plashning usullari bundoq. Men bir-birlab so'zlab beray, bir sekund o'tib beraman. Hürmetli qarindoshlar, ko'rayotganinglar Mavlon Yasin apayning taqdim qilishida Xitoy josus qonunlarininki yangilangan, to'liqlangan yoki yangidan tayyorlangan mazmunlari va Xitoyninki josuslik qilmish harakatlarininki xalqarodagi usulchal tadbirlari va vositalar haqidagi izlanishni taqdim qilyapti. Do'stlarga tavsiya qilib qo'yinglar, vaqt ajratib alohida ko'rib qo'yishga ahamiyat beringlar qarindoshlar. Ondan başka Ünüm anladım da. Anladım aka. Okey. Tamam söyleyeyim. Burada dikkat anlamla. Ben her gün deyim, müşte birimini için ben muşu Xitay'ın kanunu, Amerika'nın muş kanunlarını muş kata aldım tuzlup söz cümle siliştirme. Ulan cümle siliştirip vurgun vakit çıkarıp muşu haklarını haberdar bu kılışın bir yaramlık birinin bolsun da tayarlık kılma. Böyle Uygurların uçunu mandak usullar bile tanıydı. Birinci, Xitay yanfunga ortulgan Xitay app desem bülsüz kodayım ha? EPP. App. Uygur ninde bir yer okuyumuz app demdik. Aldık mı? Xitay yanfunga ortulgan Xitay app yumuşak detali arkalık toplamaydı. Bu yumuşak detallarının Mulazimet maşinesi Xitoyda. Elbette Xitoy bunu kontrol kılalaydı. Abay Davut'un hemmini görelaydı. Amerika'daki nopuslu organlar Xitoy'nın TikTok işletgüçülerinin sonluq məlumatını toplayışı garip devlet bexatarlığa uzun müddet ziyan yetkizdi de bitti. Ama TikTok'un Amerika şunda katlık bitti. Doğrusuna TikTok bütün dünya Amerika'nın bexatarlığa uzun müddet yankaş yetkizdi de bitti. Garip'nin bu endişesi bir behude endişe emas. Çünkü Xitoy qaramaqa diyansız göründüğün ictimai alaka yumuşak detalları arkalı chet ellardaki nazorat qilish hatta bilet tashlash qatorliq qilmishlarga ta'sir ko'rsatadigan alomatlari Rusyan isbotlandi. Çünkü yanfunga tushirilgan Xitoy yanfun yumshaq detallarının mulozimati Xitoyda. Şuna siz ve aile a'zolaringizni
uçurları yığış intayin asan. Bulup mu WeChat bilen TikTok'ni işletsiniz. Sizin qaysi devletinin, qaysi şehirdekiliginizni, hatta qaysi ko'cha, qaysi binada turganligingizni bilalaydi. Ba'zi bexatarlik kasbi egalarining aytishicha, siz qaysi binani qanchinchi qavatida turganligingizni bilalaydi. Men bu sohada ishlagan. Amerikaningki bizning nurg'un sug'urta, inshuransda taraflarda nurg'un pullarni o'g'irlab ketgan o'g'irlarni qo'g'lashda ochildimda va uzun yil ishlagan. Shu vaqtda shu o'g'irlarning qaysi ko'cha, qanchinchi bino emas, qanchinchi qavat, qanchinchi uyda turganligini topalaydi. Siz ben bu sohada mening bugun so'zlayotgan soharim mening kasbiy doiram. Akillarni men deb beraman, mening kasbiy doiram. İkinci, siz Amerika ve G'arb to'rlaridan mal setib olganda, bo'libmi Amerika ve G'arbdagi Xitoy to'rlaridan mal setib olganda, sizning uchurlaringizni uchinchi taraf bevosita yoki shu to'rda ishlaydigan xizmatchilar qayta sota oladi. Yoki hacker degan o'g'irlar, o'to'g'rilikdan to'xtaymiz. Hackerları qo'lga tushira oladi. Hacker degan tushunsiz deymi? Hacker degan. Uchinchi, Amerika ve G'arbga Xitoylar ishlatadigan Xitoycha to'r do'kondan mal setib olganda. Bunu setib olgan Uyg'urlar nurg'unchiq, masalan, doğru satımı alımen deydi, gay bir kiyim kechak, gay Xitoy mashinalar buzilib qolganlar, mashina asboblarini alımen deydi, kompyuterning a'zonda bir şey alımen deydi. Uyg'urlar u yerda qilgan so'z nayt ko'p. Setib olganda ishlatuvchilarning uchurlarini qonunsiz holda Xitoyga qaytarib ketishi mumkin. To'rtinchi, Xitoy yana Amerika ve G'arbdagi mulozimat kasbidan sizning uchuringizni qonunsiz to'play oladi. Masalan, men Amerika G'arb deb oldim, Turkiya, Avropa hamma yerda uzoqlar ichiga olsanglar bo'ldi. Masalan, Xitoylar ochgan Shipanxonning davolash xotirasi. Xitoy vakolatchilik qiladigan har xil sug'urtalar. Xitoy shirkatlaridagi arxivlar, Xitoy shirkatlari ishlab qoldingiz. Uyg'urlar ochgan oshxonada xizmat qiladigan Xitoylar. Siz arzon deb yollagan qurilish shirkatlari, shu shirkatlar pul to'laysiz, hamma ishni qilsiz. Xitoy mag'zinlarida qilgan savdolar, har qanday Xitoy do'koniga berib savdo, Uyg'urlar to'lg'u, hatta ochiq so'ylayotgan, lodilayotgan Xitoyda do'konda hamma Uyg'urlar savdo qildi. Hamma oshxona Xitoydan birini oldi. Xitoydan xotin olgan yoki Xitoyga tekkan oilalar, Xitoy shirkatlarida xizmat qiladigan Uyg'urlar, Xitoy vizasini ilish uchun Xitoy konsulxonasida qo'ldirgan jadvallar va shu vaqtda qilgan suhbatlar qatorliqlar. Bulardan sizni uchuringizni to'plamaydi. 5. Amerikadan setib olgani bo'ladigan operator nazorat qilish uskunalarining qo'lqilik operat nurg'unlarining ko'pinchisi Xitoyda ishlab chiqargan. Uning yumshoq detalini Xitoy loyihalagan va tadqiq qilib yasagan yumshoq detallar. Albatta bu yerda yuvuchiqlar nayt ko'p. Xitoy hackerlar Atanlar bu uskunalarga kiralaydi ve uchurlarni tushirib olalaydi. TikTok bunun misali. Yana olma telefon, olma telefonu olma saati var bilse bu. Olma telefonu, olma saatinin nurg'un miqdorini Xitoyda ishlagan. Albatta bu yerda Xitoy hackerlari kiralaydigan yuvuchiqlar mavjud. 6. Amerika alma telefonuna o'xshashmi? Alma telefonlarga o'xshash. Hozir Amerika Xitoy ishlaganlarning ichida hammasida kiralaydigan yuvuchiqlar bor. Va bo'libmi mal olmaninki, hozir olmaninki mal soatdan o'sha ko'p yer azon qilmasda butunlay qilgan, uningda sizga kiralaydi. 6. Amerika axborot to'ri yoki buni inglizcha Politico deydi. Xabar berishicha, Xitoy josuslik idorasi London, Rom, Tokyo, Toronto, New York
qatarlıq şəhərlərini içigə alğan nurgun yerlərdə Xitay chet el saqçı punkti qurğan. Növbətdə Amerika və Avropa bexəterlik tarmaqları muşundaq 100-dən artıq punktni təkşürüb etibdi. Xitay muşu chet el saqçı punktları arqılıq özüge ihtiyaclıq bolğan uçurlarını toplalaydı. Mening mo'ljalashimcha Amerika, Avropa, Yaponiyadagi har maktablardagi Xitoy o'quvchi uyushmasi va har xil Xitoy tashkilotlarini ichiga olgan bundaq punktlardan yana yüzü bor. Tunigan men Turkiyadagi bir tanishimda so'rab baxsam, Turkiyadami Xitoy o'quvchilar uyushmasi bor kechiminglar. Amerikada bu bekçi. Arabistondan bor. Yettinci, da yana Amerika ve G'arbda shaxsiy razvedka ve advokat yollab to'plalaydi. Bu razvedka ve advokatlar, bu razvedkaning pulni bashin qilavergan narsa, advokat deganning so'zida yaxshi odam, yomon odam bo'lmaydi, pulga xizmat qilaman deydigan narsa. Bu razvedka ve advokatlarni Xitoydanla emas, başka milletlerden, hatta Uygurlardan yollab işletishi mumkin. Ben Dünya Uygur Kurultayı'nın Rabia Kadir Hanım'ını siyasi sahneden çıkarışta Xitayning kolu var deb düşünemem. Bu Xitay casuslarının kazangan bir çoğun g'alabasi. 8. Oliy maktab ve aspirantlar institutdagi Xitay o'quvchilar uyushmasi her devletlerdeki Uygur ve Xitay tashkilotlari Xitoyga ihtiyoç var yoki Xitoyga ihtiyoç buluşga xumar Uygurlar Xitoydan pensiya maaş ilayotgan Uygurlar, Xitoy ve Sharqiy Turkistonga kirib chiqayotgan Uygur ve başka dini cemiyeti qatorliqlardan to'plalaydi. 8. internet tor orqali yuqori fan texnikadan foydalanib oshkora uchur to'playdi. Buni qanday to'playdi internet orqali? Mening ikkinchi qismini so'zlaganda men shu vaqtda tafsili to'xtayman. Bu bir rasmiy bir tor uruşu bir rasmiy. Ben deb turibman bu tordagi bu josuslik harakatlarni bilish, bu tor bu mening kasbiy dorimda. Men bu tor urushni sizlarga 1001 kechining rivoyatida so'zlab beraman. 10. Xitoy nurg'un musulmon davlatlari bilan munosabati yaxshi. Bu musulmon davlatlarining axborot organlari orqali yoki shu davlatlardagi saqchi punktlari orqali yoki shu davlatlardagi Xitoyga xizmat qiladigan fuqarolar, dinzotlar, savdogarlar, soqchilar, hatto Uyg'urlar orqali Uyg'ur uchurlarini to'plalaydi. Musulmon davlatlarda Xitoyni yaxshi ko'radigan odamni topmoq bekla oson. Uyg'urlarning ichidami Xitoy taraflar har zaman yetarli. 11. Yeni casuslik qonuni ko'p turli qonun moddalarini kirgizib, jismoniy erkinlikni cheklash uchun qonuniy asos yaratib berdi. Chegaradan chiqishni cheklash vositasi orqali jazolash, kontrol qilish va Xitoyga qarshi turg'uvchilarni qo'rqitib, xalqni so'z qilolmas qilishning qonuniy asosini tikladi. Chet eldagi insoniy huquqni qo'g'dug'uchi Xitoy va har xil faoliyatdagi Uyg'urlarning oilasidagilarni jazolash asosini qonunlashtirdi. Buning orqali ularning oilasidagilarga bitim ishlatib, ularni oila tavobatlarini Xitoy hukmronligiga qaytarib kelishga majburlaydi. Buni qilish diplomatiyani oral qilib chet eldagi muxbirlarni qo'rqitadi. Hozir Xitoyga berib kelayotgan Uyg'urlardan qanoatlik uchur so'rmay hargiz qo'yib bermaydi. Xitoyda mol mulki bor, pensiya maosh ilayotgan, Xitoy bilan tijorat qilayotgan Uyg'urlar Xitoyning uchur to'plash manbasi. Yaqinda biz shu Janubiy Kaliforniyada 10 men qarab baxsam 10 oilaning ota-onalari keldi. Bular hech kimga aralashmaydi ki. Bularning ichida bizning yaqinlarimiz bor, hatto men bilan jiroq qudular bor. Bular bolalarda bizga hech kim telefon qilmasin deb. Hech kimlar telefon qilmaydi, aloqalashmaydi-da. Shunda kirib turadi. Bizning ota-onalardan men sanab baxsam, men bildiganlar bir 10 ota-onalar ketmiş yaqinda bir oyning ichida.
12. WeChat orqali sizning "Habay" degan so'zingizga men javob beray. WeChat orqali sizning va atrofingizdagi paranglarni har vaqt anglalaydi. Bugungi kundagi jamiyatda biz har xil fan texnikaning qo'rshovida yashaymiz. Televizordan timsiz tingshig'ucha va avtomatik haydaydigan mashinagacha texnika har bir odamga nisbatan intayin muhim ve bu muhimligi nurg'un taraflarda ifodalandi. Yaqingi yillardan buyon oilalarda noiti moda bo'layotgan bir xil texnika bo'lsa, ovoz yordamchisi. Ovoz yordamchisi asosan bu 4 xilga bo'lindi. Rasm oltiga ekiling. Mana. Bu ovoz degan qilpiningizga ishirichi bunda saqlag'lar siz uning bilan mesela xuddi bir odam bilan paranglashgandek paranglashsiz. Ahmad falonchi ishni qilib berasiz, o nimni deysiz deb sizdan so'raydi. Ma o'ng tarafga Google'ning ma o'ttirishga Siri degan ma olmining ma behi ma 4 xil bazı. Yani bizni ma qo'limizdagi Siri. Bu Siri men mushuni asos qilib turib so'zlayman. Uyg'urcha Siri deb o'qidim jumla. Bunun içinde Siri bo'lsa olma yonfun ishlatuvchilar uchun o'rinlashtirgan ovozli kontrol qilinadigan shaxsiy yordamchi. Siz Siri bilan xuddi bir do'stingiz bilan so'zlashgandek so'zlashsiz va Siri sizning ishlarini o'rin dishimizga yordam qilishni maqsad qildi. Masalan, siz Siri'ga "Hay Siri, Fidoyi bilan soat 9'da bir suhbat o'rinlashtiring" desangiz, Siri sizning kalendaringizga bir faoliyat o'rinlashtirib qo'ydi. Masalan, yana Siri, "Hay Siri, uydagilarga bir necha do'stlarim bizning uyga men bilan ketib bordi, bir oz tayyorlik qilib qo'y" degan uchurni yo'llab qo'y desangiz, Siri darrol bu uchurni uydagilaringizga yo'llab beradi. Yani masalan, Siri, "Mening iPad'imni topolmadim, nerede o?" desangiz, darrol iPad'ingiz Siri jiringlatib iPad'ingizning ovozini chiqarib beradi. Uyingizga sinab beqinglar. Mesela yana, "Hay Siri, men rasmni Fidoyiga avtib ber" desangiz, rasmni avtib beradi. Manda uni ashta desam, bak Siri mana menda Sirining ismini chiqarsa, men istadim men bilan so'zlashyapti. Nim qilib aytayotdi. Ko'rdinglarmi? Sirining ismini chiqib qolsa, darrol men da'vat etdi. Men uchun chiqarib aytay buni. İsmi chiqib qolganda, men darrol qanday xizmatni bo'lay da'vat etdim menga. Mesela Siri sizga so'z birikmisini tarjima qilish, soat to'g'irlash, o'rinni tepish, havo rayi haqida doklad qatoriqni hamma ishni qilib berdi. Og'zingizga mashinada diktonda so'zlab beraverdi sizga. Bu yonfundi bor, bu har qanday olma telefonni bor. Bunun xarakteri yana Siri har vaqt sizning gapingizni anglab turadi. Ma'noni naqdinglar. Yonfunni o'chirvatsangizmi, Siri o'chib turdi. 10 Uyg'ur bir yerda o'tirib parang qilsa yoki yig'in olsa, agar ularning ichida birisining yonfunda WeChat bo'lsa, Xitoy WeChat, Xitoy bu yig'ilishdagi paranglarni anglaydi. Bunun orqali Uyg'urlarni uchun to'pladi. Siz telefoningizni bilan internet o'chirvatsangizmi, tokni o'chirvatsangizmi, u o'chiqli turadi. Başkayla kitler Siri telefonunu içiydi, Karl içiydi. O uçkulu durdu. Hazır, mesela bir Uygurlar yığıldınlar, bir çakçak kıldınlar, bir sınırların içinde WeChat var. O mümkünçülüğü var da, boğan ki o avaz uçkuğan ki WeChat aşağı arka avazını anlayıp, yüzü düşürüp, ekçik ihtimalını çok. Hazır Xitoyga berip kilovatgan Uyg'urlar hiyla ko'p bo'lib qoldi. Yana bolalarni yo'qlab kilovatgan Uyg'urmi oz emas. Hadi Amerikada anlasam oz deganda 30 hokkat deydi. Bularning chet elda turish tuqqanlarining yonfunlarga ovoz yordamchisini o'rin tanlaydi. Chiqishda bir yordamchi uni emas, boshqa bir yordamchini o'rinlashtirib qo'ya oladi. Bu Uyg'urlar bayaga berib jim o'ltirsimi, şu yerki paranglarni anglaydi. Mana o'ttirishga mushunda. Bu o'chmaydi jumlalar. Telefoninglarni ilaqa taqobatni o'chirib qo'ysanglarmi, bu uchiqli turadi. Bu zot o'chmaydi.
Endi meşe keldik de böyle şundacık zor miqdardagi materiallarni tayyorladi. Qarsangiz u yer kichik başka ushak bir materiallar. Bu zor miqdordagi sonliq ma'lumotlarni to'plagandan keyin qanday ishlatadi? Bu sonliq ma'lumotlarni tahlil qilib va uning o'ziga bo'lgan munosabatligini qanday suzib chiqadi? Bu sonliq ma'lumotlarni qanday qilib foydali uchurga aylantira oladi? 10 yıl yoki 20 yıl ilgari bu sonliq ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida bir taraf qilgani bo'lmadi. Balkim bir necha yil vaqt ketadi. Lekin hozir darajadan tashqari kompyuter, darajadan tashqari hisoblash usuli va sun'iy aql iqtidorga tayanib bir necha minutda zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni bir taraf qila oladi. Siz masalan bir sekundda bir klasni işleseniz, azıcık teori bir sekundda 1 trilyon işleyalay kompüterler. Bunda degende siz 40 yılda işleydiğin hisobatni bir sekundda işlep bo'ladi kompüter. Ve sun'iy aql iqtidorga 150 milyard dollar mablag' silib, bu kasbda dunyoning oldiga o'tdi. Ham 100 mingdan ortiq yoshli sun'iy aql iqtidorini o'rganyotdi va tadqiq qilyotdi. Bu materiallar nereden geldi? Ben ahirda sizlarga deb kitoblarni ko'rsatib berdim. Bunun neticesinde sizning oilalaringizga va do'stlaringizga kuzatib kontrollash sistemasini qura oladi. Har bir odamga ayrim qila oladi. Bu hech qancha jihat dunyoda Uyg'urlar hammaga 2-3 milyard bu kompyuter uchun hech qancha nima emas bu kompyuter ham. Bu sistema uzluksiz yeni sonliq ma'lumotlarni to'plash orqali sizning mulozimatlaringizni yig'ib turdi. Sizlar yig'ib qo'ydimi fidoyi deb, agar so'zlagan miyatga hammamiz ashak to'plab kirkitaverdi o'zligida. Siz balkim bilmasligingiz mumkin. Siz yoki oilalaringizdagilar yoki sizning avlodlaringiz har vaqt Xitoyning nazorat qilish sistemasida saqlanib turadi. To'plagan sonliq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, Xitoyning bu nazorat qilish sistemasi shuncha mukammal, shuncha to'g'ri bo'ladi va ba'zi mo'ljarlashga ega bo'ladi. Masalan, hammani Xitoy uchrasa, siz nima ish qilmoqchi, nega bormoqchi, kim bilan ko'rishmoqchi, nima savdo qilmoqchi, ata namoyishga chiqamsiz yo'q, kim bilan to'y qilmoqchi, bolalaringiz qaysi maktabda o'qitmoqchi, Uyg'ur tashkilotlariga pul beramsiz yo'q, qaysi supermarketdan savdo qilasiz va qanday yemak-ichmaklarni yaxshi ko'rsiz, kimlar bilan yaqin do'st bo'lib o'tasiz, kimlar bilan chiqisholmaysiz, qaysi maktabni bitirdingiz, nima xizmatlarni qilasiz, qanchalik pul topasiz, kasbingiz nima, savdoda foyda ko'ryapsizmi yoki ziyon tortyapsizmi, qaysi Uyg'urning ichida ziddiyat bor yoki ziddiyat kelib chiqadi, fidoyi qayerga ko'chib bordi qatorliq harakatlaringizni mo'ljallaydi, uchurlarni to'plab qila oladi. Bu men mishada bu Xitoyning Uyg'urlarda uchur to'plashlariniki nurg'un usullari mushu. Agar savolimlar bo'lsa, men 4-chi bo'lim o'tib ketaman. Kimlar bu to'r urushlarining ishchilari kiramiz, ishchilariga keng qismlarda. Mishada birisi so'rabdi menda. Siz doim birinchi qism Xitoy app'larini Xitoyda ishlangan app'lardan boshqa chet ellarning app'larini ashta qilish imkoniyati bormi Xitoyda? Chet elliklar situamizda nihoyatda ters. Masalan, Google, bular o'zlarining app'lari bor, Xitoyda ishlab chiqqan o'zlarining app'lari, bular bir xil mushta qapoqning ichiga silib oldi. Lekin u mandaq bir ishni o'ylang. Masalan, siz uyingizni bexatarlikdan saqlayman deb uyingizga eng oldida masalan operatorlarni qo'ydingiz. Ichine o'g'ri kirsa darrov chaqiradigan signallarni qo'ydingiz. Derazalarni zanjirlar bilan mundaq to'mir nimalar bilan chopladingiz. Ishlaringizni eng ulug' ishlar bilan qildingiz. Lekin bir usta o'g'ri uyingiz kirman desa,
Almanlıkta bir gün kirip derleydi. Yani kirayet. Mesela Amerika'da bir 16, ben ahırma kitapla sözlep vermem bunu. 16 yaşlık bir kirgen oğun bala, Amerikalık bala. Ağaç Amerika'nın devlet müdafiye sistemisi bozuk kirip. 16 yaş kirgen bala, kompüter var. Üyde oturup. Bunu kılalaymense kız bazı naiti nimkip gitti bu mücadele. Şunun için Uygurlarına birin deydiğin yerim tılpınınla TikTok ve WeChat olsa bir para kılganda o tılpınınla ner koyup koyuyorlar. Her gün otlamalı onda. Her kanda teşkilatla para kılganda bir yakında WeChat bağımında sürüştürüyorlar. Bu WeChat olsa onu anlaş mümkünçalığı naiti çokum anlalay demeyim mi? Hem birisinin mümkünlüğün davatımız. Bir yerde bir ihtimallığın davatımız. Naiti yukarı. Şunun için buna aşkı dikkat kılın. Xitayning jasusluk qo'shinining tarmaqi. Endi Xitoyning jasusluk qo'shinlariga o'taylik. Xitoyning qo'r armiyasi deydi. Xitoyning yangi bir strategiyalik yordamchi armiya. Bu armiyaning ismi, uni strategiyalik yordamchi armiya qurib chiqdi. Uni Xitoychada bu armiyaning ismi Zhenliu Zhiyuanbudu deb ataydi. Bu armiya bosh shtat axboroti, texniklik razvedka, vatsi, alayda urush, elektronlik tarixshilishish, to'r hujum qilish va to'r mudofaa ko'rish, psixikalik urush, orqa saf va jabduq kapaliti qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu armiyaning eng muhim vazifasi bo'lsa, to'r urush va psixika urush bilan shug'ullandi. Bu Xitoyning boshqa armiyasining harbiy harakatiga texnika jihatdan yordam qilibla qolmay, yuqori fan texnika vositasi orqali har qaysi davlatlarning to'rga tajovuz qiladigan josuslik qo'shin. Har qaysi davlatlarning ijtimoiy, siyosiga va iqtisodiy muqimligiga qalaymaqan akiladigan siyosiy urush to'ri. Amaliyotda Xitoy bu armiyasini Tayvan, Amerika, Yevropa, Yaponiya, hatto Xitoyning baxtishi Rossiyaga hujum qilgan. Bu strategik yordamchi armiya 2015-yil qurilib, Xitoyning quruq armiyasi, dengiz armiyasi, havo armiyasi, raketa armiyasidan boshqa 5-chi harbiy turi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun Xitoyning hozir 5 armiya turi bor. Bir quruqlik armiyasi, dengiz armiyasi, havo armiyasi, raketa armiyasi. Bunun 4 batı hozir mavi strategik yordamchi armiyada bo'qilib 5-chi turga aylandi. Bu armiyaning to'r urush qismi, keklik urush qismi, qilish qismi, elektronik urush qismi, olam urush qilish qismi qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu armiyaning rasm 7 ga kelib qo'ying. Yo'q, rasm 7 ga. Mana mishat tursin. Bu armiyaning to'r urush qismi chet elga chetilgan simsiz radio telefon signallari anglash hamda elektronlik axborotni to'plab tahlil qilishga mas'ul bo'lib, nuqul harbiy aloqadan tortib iqtisod, siyosiy, fan texnika qatorliq harbiy bo'lmagan axborotlarni zo'r miqdorda to'playdi. Mana mavi Muşu armiyanın dünyadaki korkunç çıkan dünyadaki organlar. Sol taraftaki oturumda düglek bayağı kıdınlamak Xitayning ki bunda nima haritasi bor. Ko'ra oldingizmi siz? O'tirgan. Xitayning haritasi qor tug'an. Düglekning atrofida turdi-ku chambarning. Xitoy haritasi to'nalaysizlar. To'naldinglarmi? Yaxta aşınından ma dünyaya bunun to'rninki har bir punktlari dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan qanchalik dunyoga singayotganligini ko'rsatadi. Ma o'ng tarafga bu punktlarninki har yerga cho'ng punktlari, ma o'ng tarafga qorch, yuglak ma dog'lar. Bu punktdan o'shin chiqib oldi. Ma resimni 3-chi bir tarafning resmimi yoki Xitoyning resmimi bu? Bu ma 3-chi bir tarafni. Amerika Acaba Rusya taraf tarqan to'g'ri yo'q-ki ne?
Rossiyada da ben totalda ben aldım ben onda kitapta ben okugan ben asas Rus'un kitabını okumayım ben asas Amerika axbarat organlarının kitabını okuyayım. Ve benim demişim ama resimde hazır Rus tarafı tartılgan Vade ama sorunun bir kısmı da qara. Bu qısqa ma qarmamsın ma uzun uçurab ketken uyaqdan ketiverdi ama bir yer şuarına ma Xitoy atrofga kichik bir yerde bu. Manın qarmamsız manın açatdı Ruslar aşaqladı meselenge ma Rossiya tarafını qarşı kitlab ayamek sözlük bitdi. Tamam. Chegara ve dengiz bo'yi rayonlarga ta'sis qilingan sanoqsizligan Uyg'urlikcha anglash punkti orqali chet el radio stansiyalarining xabarlashish, tarqatish signalini anglab bir taraf qila oladi bular. Bu armiyaning 100 mingdan ko'p xizmatchisi bor. Yana barliq xalqaroliq uzun yo'lliq telefonlarni Uyg'urlikcha anglaydi. Chet eldagi faksini ko'sib yig'idi. 24 saat chet el televizorni Uyg'urlikcha anglaydi ve ko'radi. So'zlash testimizdan foydalanib, elektronlik pochta va emaillar deydi, har xil elektron qavatga. Pochta yo'llanmasini ko'sib oladi. İnternet kor orqali xabarlashishni kuzatadi ve yana nurg'unga vazifalarni o'rindaydi. Chet ellardimi bundaq yoshirin qinshash punktlari o'rinlashtirilgan chet ellargimi? Qandavasaq chet ellargimi bundaq yoshirin qinshash punktlari o'rinlashtirilgan. Bu armiya askarlari texnika ta'lim mashqni qabul qilibla qolmay murakkab elektronlik asliya jabduqlarni kontrol qila oladi. Chet el tilini tushunadi. Anlagan telefon telgraflarını tercüme kılıp yişalaydı. O'xshamagan joylardagi punktlarning o'xshamagan nishon rayoni bor. Misalda Lanzhou ve Urumchidagi harbiy korpusning punktlari Rossiya, O'rta Osiyo, Pokiston, Afg'oniston ve Hindiston qatorliq davlatlarning simsiz telefon telgraf aloqasini anglashga mas'ul. Rossiyani menda oldim. Xalqaro optilik kabul orqali boshqa davlat hukumati, harbiy o'rinlar va korxonalarning tor bekitiga kirib, ularning tor bekitining ichki sonliq ma'lumot ombiriga tajovuz qilib, shu davlatlarning tor bekitidagi maxfiyatlik sonliq ma'lumotlarni tushirib oladi. Xitoyning bu josuslik qilmishini qo'lga tushirib olgan taqdirdami, uni qanday isbotlash, qandaq jazolash to'g'riliq navbatda xalqaro jamiyat unumlik oldini olish tadbirini tepib bulolmadi. Ve bu to'g'riliq bir o'rtoqlashgan aniq xalqaro qonun yo'q. Mujmallik bada masalanga rasm 8ga keling. Rasm 8 aç to'g'ri. Vaqtda birisi mendan so'rab qolgan bu oyliqqa suv osti kabeli to'g'riliqda. Ana shunda ko'ringlar, suv osti kabeli va kabelleri optik kabel bo'lib, kabelga simg'i dunyoning har qaysi joylarini dengiz ostiga yotqizilgan kabel orqali tutashtirdi. Bu uzunluğu neçe min kilometr keladigan kabellar zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni bir noktadan yana bir noktaga tez suratda yetkazdi. Ma rasmni so'ng tarafga shu kabel to'ksimi deb turib tushunib turaylik. To'ksim dengizni ostiga bular mutta yetkazdi mana. Bu sudan nimalardan ziyatma nahayat yaxshi sotqildi buning ichida. Va o'ng tarafdagi bayoqqa yutgan mati mush xalq oradagi kabellarning suv osti kabellarning harakati. Mushunda kabellar altta mushunda yitilgan. Hamma. Kor urushi degan nima degizsa, kor urush degan bir davlat yana bir davlatning kompyuter yoki internet kor sistemiga singib kirib, ziyon yetkazish yoki buzg'unchilik paydo qilishni maqsad qilgan harakatni ko'rsatadi.
bir devletning harbiy axborot tarmoqlari boshqa devletning internet to'ri yoki boshqa devletlarning hukumat organlari yoki harbiy ishlari yoki davlat iqtisodiy yoki xalq turmushi bilan munosabatli chung xususiy korxonaning tor bitiga va uning sonliq ma'lumotiga ombiriga buzg'unchilik qilsa uni tor hujumi deydi. Men mana ikkinchi qismda tor hujumi to'g'riliq rasmiy bir so'zlayman. 21-asrdagi davlat iqtisod xalq turmushiga munosabatli turli aloqa, energiya, qatnash, banka, sog'lom qatorliq kasblar kompyuter sistemasiga tayinib aylanadi. Bo'libmi qurolli kompyuter sistemasi ishkimizning kompyuteri misoli internet to'rga yuksak tayinadi. internet ishkimiz aloqalanmaydi. Keng ko'lamda planliq va keng ko'lamda planliq to'r hujumi bir davlatning normal iqtisodiy aylanishini butunlay palach holatga tushirib qo'yishi mumkin. Albatta Rossiya bir necha chiqib Ukraina bir yana davlatlarnikini palach holatga tushirib qo'ydi. Avstraliya va Ironni bir necha chiqib palach holatga tushirib qo'ydi. Xitoyning Shanxay shahriga joylashgan 61.398 chet eldan to'r axborotni to'plashga mas'ul. Bu kim Amerikaga qayta tajovuz qilib kirgan. Davlat iqtisodiy va xalq turmushi bilan munosabat bilan muhim munosabatli uxroviy korxonalar, misoli elektr energiya shirkati, turba suvi shirkati, tabiiy gaz turban liniyasi shirkati qatorliqlarning sonliq ma'lumot ombiriga kirgan. Amerika tor bexatarlik shirkati va Google'ning tarmoq shirkati bo'lgan Mandian shirkatining tekshirishicha Xitoy Amerikaga 200 qitimdan ortiq hujum qilgan. Xitoyning tor urush tarmoqlari davlat halqan optik tala kabiliga bevosita kirish qulayligidan foydalanib, Amerikaning hukumat tarmoqlari va korxonalarining tor bitiga osonla yurib, keng ko'lamli tor yo'li josuslik faoliyati bilan shug'ul nilalaydi. Amerika Davlat Mudofaa Universiteti 2020 yillik Xitoy harbiy ishlar va bexatarlik tadqiqot degan dokladni e'lon qildi. English military and security developments involving peoples of Republic of China deydi. Bu dokladning tunishtirishicha mushu asrning boshlarida Xitoy armiyasi tashqi urushning siyosiy urush andizisini o'ttirga qo'ygan. Bu andizisi fiklik urushni, jamoat fikri urushni va qonuniy urush, uchun davatda fiklik urushni, jamoat fikri urushni va qonuniy urushni moslashtirib ishiltish kerak deb aytgan. Va buningga 3 urush deb ot qo'ygan. Bu 3 urush orqali dushman davlat xalqining ong, ideya va tushunchisini kontrol qilib, Xitoy manfaatini ilgari suradigan so'zlarni barpo qilishdi. Xitoy armiyasi siyosiy urush mas'ul qismining 311 bazasi deb atalgan qismi bor. Fujuga ta'sis qilingan va bu Xitoyning Fujuga ta'sis qilingan va uningga qarashli 6 polik darajalik qo'shin bilan to'liqlangan. 6 polik darajalik qo'shin bilan to'liqlangan. Fransiya harbiy ishlar institutori strategiya tadqiqot o'rni 2021-yil 9-20 doklad e'lon qilib shunday yozgan. Fransiyaning dokladı Google'dan topalaysiz. Fuju shahriga 311-baza Xitoy armiyasining 3 urush qiladigan bosh shtabi bo'lib, teklik urush, bunun Uyg'urlarga noit munosabatli jumla urush bo'lib, teklik urush, jamoat fikri urush va qonun urushga qo'mondonlik qilishga mas'ul. 3 urushning maqsadi nima? Bular tushundigan. Jamoat fikri urush, bunun orqali Xitoy manfaatiga uygun sözlerini barpo qilish ve kuchaytirish. İkinci, fikirlik urush. Bunun orqali qarshi taraf
xalq jamiyatini qo'rqitib, psixikalik besim va gumon paydo qilish. O'zining davlatiga gumon paydo qilish. Ikkinchi, qonun urush. Buning orqali xalqaro qonun nizomlarini qasddan burmulab, aloqador davlatlarni xalqaro dengiz okean qonuniy ahdi nomisi kapolatlik qilgan qonunlik huquqdan voz kechishga majburlash. Bu uch urushning nishoni. Xitoy manfaatiga dushman bo'lgan davlatlarga besim ishlatib, ularni ojizlashtirish. Fransiyaning bu dokladida yana Xitoy hukumati 10 yilda az deganda 7 davlatning 10 qitimliq saylimiga aralashgan o'ringanligiga tilga ilingan. Bu xil harakat amaliyotda siyosiy buzg'unchilik urush kirdi deb aytdi. Bu 311-qismning 219-yillik mablag' silimi 60 milyar yevroga yetgan. Bu balning 2 million kunlik xizmatchisi va 20 million qo'shimcha xizmatchisi bo'lib, ularning vazifasi Xitoyni maqtaydigan uchurlar bilan xalqaro ijtimoiy aloqa sutisini besib ketish. Bu strategiyalik yordamchi armiya yana elektronlik axborot, elektronlik qarshi radar qarshi qatorliq har turli harbiy xabarlashish sistemasiga mas'ul. Misali, telefon to'ri, harbiy sonliq ma'lumot xabarlashish to'ri, dala urush xabarlashish sistemasi, harbiy yer osti optik tala to'ri, yuqori chastotiliq xabarlashish, sun'iy hamra orqali xabarlashish, qarshi eqim qatlamidagi qarqa xabarlashish qatorliqlarga hammasiga bu armiya mas'ul. Bu xil urush usulida hozirgi zamon yuqori unumlik hisoblash sistemasi, qo'ryo'li va ijtimoiy aloqa vositadan foydalanib, qo'r yo'lga singib kirib, haqiqa va jamoat fikri mahsuloti orqali nishon obyektining ijtimoiy haqiqa qonun idora qilish qatorliq himmat qarashini qalaymaqonlashtirish. Fikirlik urush, jamoat fikr urush va qonun urushidan universal foydalanib, oson tarixlantirgani bo'lmaydigan soxta uchurlarni tarqitib, umumyuzlik qalam bilan hujum qilib, alam bilan qo'rqitib, sizga foydali vaziyat paydo qilish. Masalan, Uyg'urlarning ichida o'z taqdirini o'zi belgilash, mushu xil urushdan qozongan g'alaba. Bu o'z taqdirini o'zi belgilash hozir Uyg'urlarningki mustaqil ideyasi butunlay bulg'atdi. Uyg'urlar mustaqillikni bulg'atdi. U mustaqilchilar shunday odil. Hozir o'z taqdirini o'zi belgilash ideyasi nega bo'lsa haqlashishga chavoq chaldigan bo'ldi. O'z taqdirini o'zi belgilash bu uchun Uyg'urlarning mustaqil huquqini ko'p tashlab yetib bor. Bu kunda mushundaq jinoyat qilishda Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi, Xitoycha Gungambu deydi. Dunyoning har qaysi shaharlarida qonunsiz soqchi idorasi qurganligi oshkorlandi. Hozir qadar oshkorlangan soqchi idoralari Italiyada 11, Ispaniyada 9, Kanadada 5, Amerikada 4, Fransiyada 4, Turkiyada Gollandiyada qanchaqlar yana odamlar sanab yiqiladi. Mana men Amerikaning axborot idorasini e'lon qilgan. Axborot muxbirlarning aytishicha, dunyoda 50 dan ortiq davlatda Xitoy 100 dan ortiq soqchi idorasi qurgan. 2023-4-18 kuni Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, inglizcha qisqartmasi FBI deydi. Ikki Amerika fuqarosi bo'lgan Xitoyni Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligiga vakillik qilib, New York shahrida qonunsiz harakat qildi deb qo'lga oldi. Ularni 2018 yildan 2022 yilgacha Xitoy hukumatining vakolatchisi bo'lgan, Xitoy hukumatiga qarshi boshqacha fikrdagi zotlarning hurriyati va uchurlari bilan Xitoyni ta'minlagan, demokratiyani xohlaydiganlarga qarshi harakat qilgan hamda Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligiga
xizmat qilishni xohlaydigan odamlarning tizimligini ta'minlagan deb aybladi. Amerika yaqinda Xitoyning chet eldagi vakolatchilariga kayni-kaynidan zarba berdi. Amerika Federatsiya Adliya Ministrligi Department of Justice deydi. 2023-yılı 5. ayının 13-kuni ikki Xitoyni, birinin ismi Chungjun, birinin ismi Lingfin, Xitoy hukumatining yo'l yo'riqi bilan ish qilib, Amerika hukumat amaldorlarga para berdi ve pul yuvish jinoyat o'tkazdi deb qo'lga oldi. Tuniga ikki Ingliz armiyasiga Xitoyning rasmlari bilan e'lon qilib qo'ydi, uni qo'lga olibdi tuniga. Bu chet eldagi siz so'zladingizmi? Yo'q, men ha dedim. Bu chet eldagi maxfiyatlik Xitoy soqchi qorovulxonasining iqtidorning biri bo'lsa, Xitoy fuqarolarga, Uyg'urlarga, Tibetliklarga, Mo'ng'ullarga nazorat qilish va ularning ichida harakatchilik paydo qilish. Masalan, Los Angelesda namoyishga qatnashgan bir Uyg'ur parti zot qatnashmadi, bir qitim qatnashgan 5-6 yil bo'ldi. Los Angeles namoyishga qatnashgan bir Uyg'urning chiqqan rasmiy bu namoyishga berib, uyga berib bo'g'icha Uyg'urlar ichida josuslar to'g'ri deyman da. Los Angelesda namoyishga qatnashgan bir Uyg'urning rasmiy Xitoyga avtib beribdi. Bunun ota-onasiga besim ishlatib, uni Uyg'urlarga aralashmas qiladi. Ba'zi Uyg'urlarga Xitoy konsulxonasi viza berish orqali bu Uyg'urlarni Uyg'ur davosidan yiroq turishga va'da oldi. Ba'zi aktiv Uyg'urlarning ota-onasiga Amerikaga kelishga ruxsat qilish orqali bu Uyg'urlarni har qanday Uyg'ur davosiga, hatto Uyg'urlarning odatdagi faoliyatlariga yaqin kelmasga majburladi. Bu ota-onalarmi hech qanday Uyg'ur bilan ko'risholmaslikka va'da bermam dedim-ku, bizniki bir yiroqroq bir hududimizning bakka kaptiga hech qanday bizda aloqamizning deb bizning aloqamiz yo'q. Endi bu ota-onalarni tushunimiz. Ular u yerda qanchalik vahshiyliklardan bu yerdan kelgan, qanchalik qo'rqitib kelgan, odat dotga, opsga, dotga uydagi bir nil avjidiki. Anlasam birisini ota-onasi chiqib kelibdi deydi, o'shini uqmadim. Muhajirdagi Xitoylardan foydalanish azaldan Xitoyning muhim siyosati. Haqiqat shuni isbotladiki, Xitoyning chet elda Xitoy muhojirlarga va Uyg'urlarga sinib kirish, nazorat qilish, ta'sir ko'rsatish va kontrol qilish qatorliq harakatlari nihoyat unumli bo'ldi. Bu harakatlar orqali Xitoy yana butun dunyoda Xitoyga qarshi fikrlarga zarba berib keldi. Hamda Xitoyning manfaatiga uyg'un bo'lgan vositalarini tashviq qildi. Madaniyat inqilobi oxirlashgandan keyingi necha 10 yilda necha qitim Xitoy ko'chmanlar eqimi paydo bo'lib, Xitoy muhojirlarning soni uzluksiz ko'paydi. Masalan, Amerika misoli. Xitoy azaldan Xitoy muhojirlarni Xitoyning uzoq muddatli strategiyalik boyligi deb hisoblaydi ve uni davlat ichi va sirtidagi siyosiy kun tartibi uchun xizmat qildirib keldi. Hatta her davlatlarda Xitoy soqchi xonasini qurib kelyapti. Amerika CBS Amerikadagi xalqaro bir to'g'ri, CBS televizor qo'rining kashlik xabarining donliq diktori va mashhur Xitoy muxbiri Du Yunhua, Xitoycha Koni Chung deydi. Du Yunhua shundoq dedi. Donliq muxbir. Her kuni Xitoy fuqarolarini qochilgan aeroplan qonunliq Amerikaga yetib keladi. Bular oddiy fuqarolar. Lekin Xitoy hukumatiga nisbatan ularning ba'zilari kelgusidagi josus bo'lishi mumkin. Bir necha yildan keyin ularning xolishi yoki xolamasligidan qat'iy nazar ular Amerikaning harbiy va texnika maxfiyatligini o'g'irlashga qo'zg'atildi. Shoqchi yushuntirdi, shu qo'zg'aydi deydi. Rasm 9 ekran. Ya mana mishatur. Men yaqinda e'lon qilgan maqola, maqolani men ko'chirib mazmunini mendaq qo'ydim, mushuni so'zlayman. Men maqol, mushuni ursanglar to'g'ri chiqdi. Yaqinda Amerikadagi nurg'un axborot vositalari mustaqil tekshirish dokladini e'lon qildi. Ash men ko'rsatgan doklad.
Bu doklad Xitoyning Amerikadagi bir cho'ng maxfiyatligini bayqalligini aytdi. 2014 yildan boshlab Xitoy yetakchiligidagi alayida xodimlar organi Amerika'nın bazı şehirlerinde yette Xitoy mulazimat merkezini kurgan. İngilizce'de Overseas Chinese Service Center deb olgan. Bu tekshirish dokladiga asoslanganda bu merkezlerinin hemmisi Xitoy birlikte bölümünün chet eldagi tayanchi bazları ve bu merkezlerinin başlığı bulsa bu merkez barken bu merkezlerin başlığı olsa Govuyan'ı bilmişsin. Govuyan muhacirler işgansının müdiri Yu Yunqing. Başınız var. O Yunqing'in resim batını çıkıp cümlemeye. Xitoyning xalq arada bundaq merkezlerinin sani 45'ni aşırı. Amerika'da yetisi barken sen Gollandiya'dan bakacağım. Bu merkez Amerika'daki Xitoy Pentexnika xodimlarini zor miqdorda kontrol qilgan ve bular orqali Amerika korxonalarining maxfiy ilm-fan tadqiqotlarini Xitoyga yetkazib bergan. Amerikadagi yuqori Pentexnika şirketlarining tadqiqot natijalarini o'g'irlagan o'g'irlar asosan mushu merkezga xizmat qilgan Amerika fuqarosi bo'lgan Xitoydan tarkib topgan. Bu merkez Xitoy muhacirlerini emas, hatta Tayvanliklarni Xitoyning yaxshi gapini qiladigan ve Amerika'nın yomon gapini qiladigan qildi. Endi bu adı Uyg'urlarning ichida oshkora Xitoyning yomon gapi qildi, yaxshi gapini qiladigan odamni men birini anladim. Bu merkezning ta'sirida Amerikadagi nurg'un Uyg'urlar Xitoyga qarshi hech qanday faoliyat qatnashmaydi ekan ve Xitoyning yetakchiligiga bo'ysunadigan bo'lib qoldi. Bu Xitoy mulozimat merkezining kuchini mushu bir ishdan belgini bo'ldi. Bir necha yil burun, Trump prezident vaqtida Trump hukumati Amerikadagi WeChat'ni bir mahal qaqashni o'ylagan. Natijada merkezning yetakchiligida Xitoy merkezining yetakchiligida minglagan Xitoy muhojirlarining birda qarashliqqa uchirdi, hatto da'vo qilib Adliya ministrligi ustidan arz qildi. Keyin Biden hükümeti bunu Trump qilmadi, Biden chiqdi, Biden hükümeti darhol bu qaqashdan voz kechdi va g'alaba qozondi. Xitoyning chet eldagi qonunsiz soqchi idoralarini dunyo demokratik davlatlariga nisbatan eng razil sinib kirish qilmishi deyishga bo'ladi. Bu davlatlarning davlat bexatarligiga ro'shan va qo'rqinchli tahdid ilib keldi. Uyg'urlarning mustaqil harakatiga zo'r zarba berib keldi. Uyg'urlarning mustaqil ideologiyasida unumli qalaymaqon paydo bo'ldi. Öz taqdirini o'zi belgilash, Uyg'urlar indini qatorliq mustaqillarga mustaqilgan xoinlik Uyg'urlarda bir asosiy iqimga aylandi. O 11 bitimning yeni davriga ko'chirilmasi. Hozir bu öz taqdirini o'zi belgilangan bu xoinlik Uyg'ur mustaqil harakatiga. Mushu Uyg'urlarga asosiy iqimga aylanib ketdi hozir dunyoda. Menda qisqa bir tushuncha, jasus bilan xoinning farqini biroz so'zlab o'tib ketay. Jasus va xoin o'xshamagan turlarga tabi. Jasus kuchining yetishicha o'z davlati uchun xizmat qiladi. Jasus to'plagan uchurlarni maxfiy saqlab o'z davlatining hukumatiga topshirib berdi. Xoin bo'lsa o'zi sodiq bo'lishga qasam ichgan davlatning maxfiyatligini boshqa davlatning jasuslariga sotadi. Jasuslik qilish o'z davlatining manfaati uchun qilgan harakat. Xoinlik bo'lsa bir kishining o'z davlatiga yoki millatiga qarshi qilgan harakat. Bu bir Uyg'ur davlatlar aro ko'zi qilsa, masalan Gollandiyani Amerika qilsa, o jasuslik qilmishga kirdi, ham o'zi qasam ichgan davlatga xoinlik qildi. Jasus bir davlatning axborot organining xodimi yoki ularni axborot bilan ta'minlaydigan chet el fuqarolari.
Misali, Rossiyaning prezidenti Putin ayni yillari KGB'ning odami edi. Shu mezgilda Putin Sharqiy Germaniyadagi bir olim olimni qo'lga keltirgan. Bu olim Putinni Sharqiy Germaniyaning olam qatnashishi jihatdagi eng yeni fan texnika natijalari bilan ta'minlagan. Bu yerda Putin bilan bu olim ikkisi josus bo'lib hisoblandi. Chunki bu ikkisi axborot o'g'irlash faoliyati bilan shug'ullangan. Lekin bu yerda Putin o'z davlatining manfaati uchun xizmat qilgan. Bu olim o'z davlatining manfaatiga qarshi ish qilgan. Shuning uchun bu olim ham xoinga kirdi. Misoli, har qanday bir Uyg'ur chet el davlatlarining Xitoy uchuri bilan ta'minlasa, u josuslikqa kirdi. Xoinlikqa kirmaydi. Chunki Xitoy Uyg'urlarning davlati emas. Xitoy Uyg'urlarning davlati emas. Agar har qanday bir Uyg'ur Xitoyni Uyg'urning uchuri bilan yoki o'ziga qasam tutgan davlatning uchuri bilan ta'minlasa, u josuslik ham xoinga kirdi. Agar bir Uyg'ur Xitoyga Uyg'urning uchuri bilan ta'minlasa yoki boshqa millat orqali Uyg'urga ziyonkashlik qilsa, u xoinga kirdi. Müşahede Rişat Abbas'la Alım Seyitap'ını oysam içim sıraladı. Şu güne Rabbimden demek için ben okumaktım ben. Alım Seyitap aşı direktör, radyoga direktör boğan vaxtıda hiç kim onu bir kollap makal yazmagan, ben yazgan. Alım Seyitap'ı kollayım de. Rişat Abbas'ka yüz işinip aşı hiç kanda gumanım yoksa ken tuğuluk onu eyiplegende hatta torda tuğuluk yıkın ağayla bolsa mı torda mışır Rişat Abbas'ını axlap sözlügendim. Rabbimden aşın işkini halkara sotkumada Uygurlar için tatlı. O işkini ben kılmadım deyip çıkanmadı. Demek şu işkini şu vaxtda kılganda bu özünün millete kılgan başka milletler arkalık, bizden idarlar xat iliş arkalık, başka milletler arkalık özünün millete kılgan bu kız suikastda hainlik gördü. Bulup mu? Alım Seyitap'ın aşta kıldı desin bırak ideya tayarlığım bolsa Rişat Abbas'ta benim katli ideya tayarlığım yoktu. Casusluk cinayeti ve vatan asilik kılış cinayeti okşaş casusluk hareketinin bir türü bulgan bilen tüvendeki farkı var. Birinci casusluk cinayeti bulsa ben yakunlavatım. Casusluk cinayeti bulsa icazet almay durup mehbi uçur toplaş. Hainlik cinayeti bulsa öz devletige ve milletige asilik kılıp öz devlet bexatarlige tehdit soladığan faaliyetler bilen şug'ullanıyor. İkinci, her qanday adam casusluk bilan shug'ul niyalaydı. Bir davlatning fuqarolari faqat xoinlik bilan shug'ullanadi. Yani bir davlat kuchur satsa cho'qimli xoin. Yana o'z davlatining uchurlari bilan boshqa davlatni ta'minlagan xoinlik bo'ladi. Üçüncü, casusluk hareketini cazalash xoinlik jinoyatiga qaraganda ko'p yenik bo'ladi. Xoinlik jinoyati qamoq jazosi, hatta ölüm cezasını öz içine aladı. Dördüncü, casusluk cinayeti bilen hainlik cinayetinin farkı, gerçi bu ikili casusluk hareket bulsa mı, lekin mudiasi okşumaydı. Casusluk bulsa varlık uçurlarını mehbi tutuş hem de öz devletinin terakkiyatı ve bexatarligi üçün bu uçurlar bilen təminləş. Hainlik cinayeti bulsa başka devletlerge öz devletinin uçurunu sitiş arkalı öz devletinin asilik kiliş. Öz derdini özü belgileş casuslukka kirmeydi. Hainlik kirdi. Bunun hainliği tacavuzcuğa karşı hareketini Xitayning iki meselesiga aylandırgan. Uygurlarning mustaqil devleti var degan ongni tamamen satgan. Öz derdini özü belgileş bilen Xitaylar öz derdini özü belgileş bilen belgileş bilen Şinjan azaldan Xitayning bir qismi bu ikki hukum ideologiya, siyaset, tarix ve coğrafya jihatda azaldan qo'sh kelgan. Uygurlar indigenes degan xoinlikni halliga yetkazgan. 5. bölüm Amerika Xitoy josuslarga qarshi urushda xeyli orqada. Men so'zlayman kitoblar birdan turibsizlar ko'rsatma. Bu Amerika va Xitoyga qarshi urushda yaqinda boshlaganda nayt keyinda qoldi deb yozdi. Amerika Markaziy axborot idorasining Amerika İngilizce CIA deydi. Sobiq amaldori
Harvard Universiteti Xalqaro ishlar markazi axborot tarmoqining sobiq mudiri Colbert shundoq dedi. Josuslik faoliyatlari bilan josuslik faoliyatları odam kuchi va texnikadan foydalanib xususiy va hukumat tarmoqlariga singib kirib Amerika emas balki dunyo miqyosida Kommunistik partiyasining manfaatini ilgari surdi. Amerika, Latin Amerikasi, Afrika ve Avrupa'da gayet zor axborot toplash ko'rini ko'ralaymiz. Colbert shundoq dedi. Texmi muhimi axborot toplash faoliyatining umumiy doirasini ko'zdan kechirish kerak. Bu Amerika hukumati va shirkatlarining ikki qismiga o'rinlashtirilgan josuslar haqidaydi bunlar. Josuslar davlat mudofaati, xabarlashish, yuqori fan texnika natijalarini o'g'irlaganlar. Asas Xitoylandaydi bu. Amerika ilmiy organining tadqiqotchilari bo'libmi ko'p yuz berdigan ammo jamoatchilik sal qaragan qo'r hujumi qatorliqlar o'z ichiga oladi. Amerika hukumati va xususiy organlarga qartilgan qo'r hujumining ko'lami g'oyat zo'r. Odamning gapi davomlashyapti. Bu to'r hujumi har kuni yuz beryapti. Odatda noyati muvaffaqiyatli bo'ladi. Bo'libmi korxonalar ularning to'rini qo'g'dashga diqqat qilmagan hamda aloqador signallarga yoki ogohlantirishga diqqat qilmagan. Nurg'un korxonalar o'zining nimasini yaxshi saqlanmay qoldi. Shundaqda Xitoylar kirib ularning maxfiyatini o'g'irlab ketdi demak. Soğuk uruş ahırlaşkandan burun Amerika axborot organları mening gapim, soğuk uruş ahırlaşkandan burun Amerika axborot organları Sovet ittifoqining tahdidiga izchil ko'ngil bilib va diqqatini markazlashtirib kelgan. 11 sentabr Amerika hujum qilish voqeasidan keyin Amerikaning axborot to'plash va josuslik harakatiga ishlatgan mablag'i asosliqi terrorlikqa qarshi harakatlarga ishlatdi. Yaqinda yillardan buyon diqqatni tadrijiy Xitoyga qaratdi. Buni Xitoy qarshi 2021 yili Amerika Markaziy axborot idorasining CIA boshlig'i William Burns vazifasi markazi inglizchada China Mission Center deydi. Qurg'onligini jakardi. 2021 Xitoy qarshi bir markaz turibdi. Colbert shundoq dedi odamning gapi. Xitoy josuslik urushga zo'r miqdorda solgan mablag'i biz nazorat qiladigan davlat bo'lish bilan uchur obrtini kontrol qilish iqtidori va jamiyatni umumiy safarbarlik qilishdagi odam afzalligi Amerika zo'r tahdid ilib keladi. Colbert shundoq dedi. Xitoy hukumat va davlat xavfsizlik qarmoqlariga vakillik qilib xizmat qiladigan hacker, o'g'ircha qo'saq o'g'irlaydiganlar. Hackerlarning soni haqiqatan kishini hayron qoldirdi. Uning ko'lamiga Amerikani o'z ichiga olgan har qanday g'arb hukumati tanqilolmaydi. Xitoyning chet elga uchur to'plashga korxonalar va Amerika hukumatiga singib kirishga avatgan axborot xodimlarining sonig'imi Amerika hargiz yetisholmaydi. Xitoy xususiy fuqarolardan foydalanib, ularni Xitoy idorasiga bosh egizishga majbur qilaydi. Buni Amerika yoki g'arb hargiz qilolmaydi. Bularni bilalaymiz, mening gapim. Bulardan bilalaymiz. Amerika Xitoyning josuslik harakatiga yetarli mablag' solmagan. Xitoyni shiq biladigan axborot asosliqlar yetarli emas. Bo'libmi muvofiq til martiga ega kishilar kam. Bularni ko'zda tutib Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining sobiq analistchisi Dan Garnett Amerika ovoziga shundoq dedi. Amerika axborotga
qarshi turish va josuslikqa qarshi turishga solgan mablag'ini ko'rinarli ko'paytirish kerak. Amerikaning axborot nazorat qilish va razvedka qilish iqtidoriga qartilgan Xitoy axborot harakatini bayqash, to'sish va mag'lub qilish kerak. Buningdan boshqa Amerika ichki tahdid planini, buni asosiy Xitoyning davlatida ijro qilishni kuchaytirib, siyosiy maqsad yoki siyosiy maqsad tufaylidan maxfiyatlik yoki tadbir uchurlarni oshkorlab qo'yishning oldini olish kerak. Bu asos Xitoylar deydi. Dan Barnett shundoq dedi. Xuddi Putin qo'zg'agan Ukraina urushi bir signal bo'lgandek, Xitoy Amerika bo'shliqqa nazorat qilish, shari qo'yib berish orqali bizga shundoq kuchurni yetkazdi. Amerika bilan G'arb sen endi bexatar emas. Beijing va Moskvaga jang e'lon qilsang yoki qarshi tursang cho'qim bedel to'laysan. Biz sening zaminingga xohlagancha kirib sana teganlaymiz. Bulardan Amerikaning Xitoyga qarshi josus urushining qanchalik keyinda qolganligini bilalaymiz. Rasm 10ga akab qo'yinglar. Men bir sekund vaqt beraman. Konuştuk ki. Ünüm anlatamda. Anlatınız. Ma kitap, ince dikine spy and satkon, hain ve casus. Bu ikini tanıştıran bu kitap nait yakışıyor. Bu hainler tarifladı ki şunda yakışan kitap. Ma oturuz ki. Ma oturuz ki spy among friends. Dostlar şirket casuslar. Özümüzde arşivaklarda qanday casuslar ve tarihteki bütün casusluk dostlarının içinde burun Germaniyanın ministerinin ayali, Şərq Germaniyanınki ministerinin ayali Rusiyanın casusliki. Ma on tarafta ekranlar ama İngilizce'dekini. Mao treason. Bu treason degan hain, satkun degan gap, şununla belge iğnesi var. Onundan başka bir yürüyüş kitaplar ilan kılındı. Ma kitap. Still the War. Bu kitabın deydiğini Xitoy bizni uxlut qo'yib turib, qanday bizdan ustunlikni oldi. Bu Amerikaning josus idoralarininki xodimlari yozgan kitap o'qisanglar bo'ladi. Yaxshi. Ma kitap. World According to China. Xitoyning ko'zidagi dunyo. Bu deydi Xitoy qanday bir dunyo qurmoqchi. Shuni analiz yozgan naqshi. Bular hammasi Xitoyning axborot eng yuqori darajalik shu josuslari burungi pensiyaga chiqqan shular yozayotgan kitoblar. Buni ko'rsanlar bo'ldi. Mao endi Tor urushini umumyuzlik tunishtirgan kitap. Buni qo'l o'qib chiqsanglar sizlarni dunyodagi eng ilg'or darajalik Tor josusligiga aylanla olasizlar. Bu kitap shular ostidagi urush. Bu urush Rusya bilan Xitoyning Amerikaning ustidan g'alaba qozonish uchun qozongan qanday urushlar, qanday nimalari, tadbirlari, usullari, shu qolgan misollar bilan yaxshi yozilgan kitob. Mao kitob bu Xitoyning dunyoning Amerikaning o'rniga dunyoni kontrol qilish uchun yozgan bu Xitoyparast odam. Xitoyni maqtab yozdi, lekin Xitoyni yezish orqali Xitoylarning nurg'un josuslik harakatlarini, iqtisodiy harakatlarini to'plagan. Men bugun asos josuslik qilib Mao olamni Xitoy 36 yilga olamni guldashtab orqali Mao Xitoyning bütün dünya bo'yicha dunyoni kontrol qilish, dunyoni eng chong darajaga qanday yolg'onchiliklarni, fikrlarni to'pladi degan kitob bundan ikki maqolalarni yozdi. Mao kitob Great Game eng chong ilishish degan bu kitob endi men yaxshi ko'rgan. Bu kitob Angliya bilan Rossiyaning 1805 tortib ikkinchi dunyo urushi oyoqlashgacha bu 100 necha yil jarayonida Afg'oniston, Pokiston,
Hindiston, şu İran, hatta Azerbaycan bilen, hatta Şarkı Türkistan aşı nimo oppoq vujatlarni tatmış birinci cumhuriyet muş oturda Angliya bilan Xitoyning jasuslari mishalar kirib qandoq ishlarni qildi bularning o'tirgi jasus kurashlarni intayin yaxshi yozgan ham yaxshi yozilgan kitob buni. Buni o'qisa bu Great Game deydi. Bunlar iki kitap. Mana bu. Hakkır bu kitap nimini ügütüdü deyseniz bu bir devletin casus kılmaydı. Sözünü qandaq tor arqılıq mesela xalığanca mesela pidaysiz buntur muş Mevlana'nın toru kırıp bakayla muş bu nimlerde tor demine kompüter nimisi bada her qandaq adamın kompüter kırıp şu kompüterini qandaq körüdü texnik kompüterini onun kompüteri ki jurlarını qandaq düşürüp alıdı. Bularni inçilep ügütüqadı. Bu ayal bunu yazgan adam muşini Amerika hükümet okparak organlarına muşini ders verdi ayal. Yani bunu işletiş için yani bir 5-10 milyon dolar hacda ile bir neçe yumuşak detalını düşürüş doğru gelirken bir vasıtalı işletenmeysiz ki muşini kıysa ödensenler bunun arkalık her kandak adamdan toğruğa mesela muş Mevlan yazsın nemilerini kıtıyorda kompüter bir karap bakayıcı kırıp deysenler muşini ülgüde muşina kıysanlar aşı kırıp nem kıla alaydılar. Dünyadaki her kandak adam bir-birisine toğru kırışını ülgüde olan kitap bu. Ben nurg'un uçurlarını muş kitaplar arkalı okuş için sizler dep berip atman bildi qadağanlar muşdan ügensanglar buludu. Men Mişede yitik sözümni sözlü bitay, onunki sualыңlar biz cevap berey. Azırak kahve içti olmuşsun ki adam misal uyku besip kaldı. Bugünkü yitik sözü conclusion, rakamlık bolka uvaqları. Xitayning yeni casusluk uruş. Bu Xitayning yeni casusluk uruş. Conclusion yitik sözü deymiz de. Rakamlık bolka uvaqları degan asla soda dünyasida qo'llanayotgan bir xil xaridorlar uchurni to'plash usuli. İngilizce'de bunu breadcrumb deb ataydı. Bread'ga uvuqqa. Endi biz Uyg'urlar bolka qilmaganiga non deymiz, non uvuqqa deb tushunsanlar bo'ldi. Men bolka deb. İngilizce'de breadcrumb deb ataydı. Kor devrida kishilar hamma yerda har xil shaxsiy uchurni, qiziqishlarini yoki ko'z qarashlarini qoldirib ketadi. Masalan, ikkimiz Facebook'ka siz bilan men ikkimiz Skype, email, WhatsApp, Signal, Telegram, telefon söhbət qatarlı WhatsApp arqılıq özümüzün uçurlarını qaldırıb ketimiz. Soda şirketleri burunla bu sanlıq məlumatlardan faydalanıb ilan sisteminin ilan setişini ve faydalanıb ilan setişini iniq ve nişanlıq əməlləşdirib gəldi. Mesela eğer siz kurmuş adetinizni ve ihtimal hareketinizni itip verseniz soda şirketleri siz kızıqıdığan programlarını itip berdi. Mesela size internet, YouTube kirib bir Uyg'urcha naqshada birini ko'rsanizlar, yana bir qitim kirsangiz, Uyg'urcha naqsha qatoq chiqib ketadi. Ya bir ikkinchiga kirmay, birini kirsanizlar, ikkinchi qitim shu to'g'riliq bir narsa to'g'ri chiqib ketadi. Chunki demak sizning kirishingiz qara, mushining qiziqib deb ashunda akirib berdi. Ashunda siz qiziqadigan uchurlarni sizga to'plab berib, osh orqali osh uchurlarning ichida o'zining sotmoqchi bo'lgan mollarini sotadi. Mesela ya da xalq oraliq tan tarbiya televiziya to'ri. ESPN deydi, eng cho'ng xalq oraliq tan tarbiya to'ri. O to'r bir mening millat qo'shilishim my vote degan o'zaro suhbat munbiri ochdi. Uningda hamma odam men nimishga bu bilet tashlayman deb shunda so'z ochdi. To'r ochdi, hamma odam o'zi mushu musobaqa uchun nima uchun shu bilet tashlaydiganligini so'zlab yozdi. Tomoshachilarning qoldirgan bununla arqalı tomoshachilarning qoldirgan fikrlaridan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarga ega bo'lgan va bu ma'lumotlar orqali to'rning o'rinmanligini ko'paytdi. Siz uydim doim bir qilpullar keladi, buni olamsa deb qo'ysangiz, to'rdaga qilpulayotgan nurg'un uchurlar keldi. Lekin hozir ba'zi tadqiqotlarda bayqilishicha Xitoy bu zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni nazorat qilish va harbiy ishlarda ishlatib yetibdi. Raqamliq bolka uroqlari degan bir odamning to'rda qoldirib qo'ygan
il direkleri adette perva kılmaydıgan ve sal karaydıgan narsa. Vay bu nimini kim kıldıkıda buna deydigan uşak çiçek hem mi narsa? Avustralya kor bexatarligi maslahat berish şirketi. Bu şirketin ismini Web 2.0 deydi. Şirketinin tadqiqotiga asoslanganda bu raqamli bulka uvaqlarını sistemlik toplab hükümet organları ve el-ara orunlarını təminlədi. Bu Web 2.0'nin kurğuçisi Robert Porter Washington Post gazetini öz içine algan bir neçe axbarat organlarını Xitayning Zhenhua şirketi işletidigan qisman sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlagan. Zhenhua degan mushu şirket. Robert Porter'ning aytishicha, Xitoydagi Zhenhua sonliq ma'lumot fan texnika şirketi 2017 yildan boshlab necha million qitim ijtimoiy aloqa va internet kordagi raqamli bulka uvaqlarini sistemlik yig'ishga boshlagan. Hamda uni axborot sifatida Xitoy harbiy ishlar, hukumat va to'da xaridorlarni ta'minlagan. Bu Zhenhua şirketining Zhenhua sonliq ma'lumot bu şirk buni Zhenhua Keji Gongsu deydi. Zhenhua sonliq ma'lumot fan texnika şirketi to'liq ismi. Şirketning chet eldagi xalqliq uchur sonliq ma'lumot ombiri degan mulozimati bor bo'lib, ular aşı şirketning aşta bir mulozimati bor bo'lib, chet elning siyosiy, harbiy va savdo shaxsiylarga munosabatli uchurlari har qaysi davlatlarning ul asliyalari va harbiy o'rinlashtirish tafsilotlari hamda jamiyat fikri analizlari qatorliqlarni ta'minlaydi. Saylaga ashlan ta'minlaydi. Bu Avustraliyalik şirket Web 2.0'ning bu tadqiqot natijasi 2022 yili 19-14 kuni Amerikadagi Washington Post gazeti Avstraliyaning pul muomala obzor gazeti, Angliyaning kundalik Telegraph gazeti ve Guardian gazeti bu to'rt dunyoda eng dağlıq gazeti qatorliq xalqarodagi eng dağlıq axborot vositalari bir vaqtda e'lon qildi. Zhenhuaning Xitoy shirkatining tijorat hujjati va sonliq ma'lumot ombirining qisman mazmuniga asoslanganda bu sonliq ma'lumot ombiri 2,5 million odamning uchurini o'z ichiga olgan ekan. Bu shirkat oshkorlanib ketgan cho'ng sonliq ma'lumotlardan taxminan 250 ming odamning xotirasini asliga keltirdi. Yani Amerikalar ham yer oshkorlanib ketgan uchurlarni yig'ib 250 ming odamni keltirdi. Bularning ichida taxminan 52 ming Amerikalik, 35 ming Avstraliyalik ve 10 mingga yaqin Angliyalik bor ekan. Angliya Baş Ministri Boris Johnson ve Avustraliya Baş Ministri Scott Morrison qatorliq siyasi shaxsiylar ve ularning urug' tuqqanlari, jamoatining a'zolari, donliq shaxsiylar ve harbiy shaxsiylarning zo'r miqdordagi uchuri, Uyg'urlardan Rabia Qodir xonimning uchuri bu sonliq ma'lumotlarning ichida ekan. Washington Post gazetining xabarida 52 ming Amerikalik ichida necha 10 ming muhim xizmat vazifasini ustiga olgan odamlar bor ekan. Bu odamlarga munosabatli mazmunlar doirasi nihoyat keng ekan. Bu doiralar qanday kelsa qisman bir nechasini deb. Amerika dengiz armiyasining aviamatka boshlig'i, yeni ofitserlarning tarjimali, harbiy majburiyat o'tash xotirasi, chet el rahbarlarining arxivi ve aile surati, cümleden ularning qonlari ve farzandlarining uchurlari, Washingtondagi Xitoy kuzatuvchilarining ijtimoiy aloqa vositasiga paranglashish xotirasi qatorliqlar. Ular hammasi shuni ichida bor. Bu Web 2.0 şirketining qurg'uvchisi Robert Porter shundoq deydi. İyichib etilgan erkin demokratik davlatlar Xitoyga qarata bekitilgan qonun cheklamasining sirtida
chet el shaxsiylarga va organlarga ilib borgan nazorati haqiqiy tahdid ekanligini o'ylash kerak. Bunun degani bu qonun. Amerikalılar masalan Xitoyga mandaqanda cheklama qo'yib qo'ygan bo'lsa, lekin bu cheklamaning sirtidan kirib Amerikaga akilayotgan tahdidni diqqat qilish kerak deydi. Bu uchurlardan shuni bilalaymiz. Zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni to'plashni ilgari suryotidi. Buningdagi maqsad bo'lsa, kelgusida sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish va ishlatish iqtidoriga ega bo'lish. Bu sonliq ma'lumotlar shuni ifodalaydi. Ularning nishoni shaxsiylar, ijtimoiy aloqa vosita shaxsiylarning uchurni to'plashga bir muhim qurol. Raqamlik davrida ommaviy shaxsiy nazorat qilish o'ttirishga chegara mujmal bo'ladi. Bu Amerikadagi davlatlarda. Mustabid hukumat ostida bunday mujmallik mavjud emas. Mening baholarim, Xitoy shirkatlarining sonliq ma'lumot to'plashdagi asosiy maqsadi Xitoyning uchur mashg'ulotini xom material bilan ta'minlash. Xom materialni basanglar ular o'zi bir taraf qilib, uningda o'ziga muhim, o'ziga munosabatli uchurlarni yig'ib chiqa oladi. Bu sonliq ma'lumotlar yig'ilganda va lozim bo'lganda qaratmilik holda ta'sir ko'rsatish faoliyati ilib borgani bo'ladi. Misoli, yolg'on va xato uchurni zo'r miqdorda yasab chiqish orqali haqiqiy bo'lmagan tahdid, bevosita pora berish, tahdid silish usullari bilan demokratik yurish turishning uchur muhitini umumyuzda qalayimqon qilib etish, jumladan Uyg'urlarning mustaqil harakatini burmalash. Demişim Uygurlar müstakil hareketi asas avazsız kaldı. Asas üstlerini üzbelgeçte Uygurların her müstakil hareketini Xitay içindeki demokratik hareketine aylandırıyor. Bütün Uygurlar muşnunga çavak çaldı, muşnunga erişidi. Cınhuanın vakitte, Cınhuanın hemkarlık, hemrayi bulsa, Cınhua bile hemkarşılıkan hemrayi bulsa, Xitay tercüme pen teknika şirketi. Bu şirketin ismi Zhongyi Tong Keji Gongsu deydi. Bu şirket Xitay merkezi teşvikat bölümüge qarashliq davlat korxonasining tarmoq şirketi. Her günü hükümet ve korxona xaridorlarga 10 terabayt bu yaman cho'ngi ijtimoiy aloqa va tor mazmunini tahlil qildi deb atalgan. Demak, bu Tunqa şirketi Xitoyning teşviqat şirketining bir qismi. Avustraliya strategiyalik siyosiy tadqiqot o'rnining aytishicha 90% haqiqiy axborotni ochiq manba uchuridan olg'ini bo'ladi. Buningdan raqamlik bo'lgan uvoqlari usulning qanchalik iqtidorli ekanligini bilalaymiz. Hozir Amerika Georgetown universitetining bexatarlik va yangidan gullangan texnika markazida xizmat qiladigan Amerikaning sobiq Sharqiy Osiyo davlatlariga josusga qarshi amaldori bo'lgan Anna Puglis shundoq dedi. Ko'p miqdordagi manbani inchiklab to'plash Xitoyning uchur to'plashdagi aloydiligi. Amerikaning Xitoyga bo'lgan josuslikqa qarshi turish faoliyatlari tasvirlanadi. Nimaning qonunsizligi? Qaysi harbiy yoki axborot amaldorlari bilan bevosita munosabat qildi qatorliq an'anaviy saviyada. Amerikaning saviyasi an'anaviy saviyada deydi. Xuddi biz Sovet ittifoqi bilan bo'lgan josuslik urushda. Amerikaning Xitoylarni nim qilish usuli an'anaviy qadimgi usulda deydi. Lekin amaliyotda keng ko'lamda ochiq manbadan uchur to'plash Xitoyning uchurga erishishning texmi umumyuzlik usuli. Şunun bilan bugungi bu suhbatning birinchi qismi mishadi oyoqlatsin. Birinchi qismi mishadi oyoqlatsin. Qani bu ikkinchi qismlarda masalan to'rlar qilib, yana qandoq uchurlarda bu to'r urush degan qandoq davlatlar qandoq buni misollar bilan keyingi suhbatlar so'zlaymiz. Men deyman bu mening kasb doiram kirdi. Men bu yoqdagi urushlarni dunyoga bu endi hozir dunyoda butun dunyo allaqachon boshlanib bo'ldi deydi. Butun dunyo shu to'r urush. Hozir bir odam bir uyda turib
kompüter orqali bütün bir davlatning iqtisodini vatvar qiladi. Chunki har qanday zavod, har qanday kompüter orqali bo'ladi. Shu kompüter shu orqali kirgizsangiz, shu 40 torni birimiz o'zgartirish uchun nimani vayron qiladi. Avstraliya va Iranning bütün atom yasaydigan narsani bir virus kirgizish orqali bo'lgan. Dunyoda qanday viruslar bor, bu viruslar qanday harakat qiladi? Kodundaydı, sistemlik milkdaydı, nurgun 10 neçil viruslar var, bularni qanday saladi, kimlar saladi? Bular to'g'riliq keyingi suhbatlar to'xtaymiz. Millatni masalan, falanchi Rossiya, Amerika hujum qildi, ya Xitoy Amerika hujum qildi desang, ashad shunda necha yuz odam Amerika qarshida emas. Şu aşılarınki casus uyda 4-5 adamni o'sha Amerikaga qarshi urushga ajratib qo'ydi. Shu 4-5 adam qildi. Ular o Beijingda ya Moskvada bo'lmasa Afrikaning bir yer tusin bo'ldi. Hozir tor urushi degan ojiz millatlarga, hech nimasi yo'q millatlarga qudrat millatlarni vayron qiladigan Qur'onni berdi. Anashqa 3-dunyo allaqachon boshlanib bo'ldi deydi. 3-dunyo urushi degan o'sha tor urushi. Bunu pekala bu tor uruşunun 3-dunyo işgalligini, uruş başlanıp ketganligini dünya bilmey turgan bir millet var, o bulsa Uygurlar. Benim gepim şey tüydü. Fikiriniz bo'lsa javob beray, bo'lmasa ayolishayın. Ko'p rahmat. So'g'dek savolni bayatini so'rab bo'ldik asosan. Endi bu bütün mazmunlar qarab baksak Xitoyninki hozirgi bir tarafdan bayram bo'lib o'tganligi iqtisodiy jihatlardan. Yani bir tarafdan tahmin vahşiylik qarab taraqqiy qilayotganligidek munosabatni yoki işte alomatni ko'ralaymiz-da. Navbatda bizga tavsiyangiz nima endi shu josuslikda josuslardan, ziyonkashlardan saqlanish uchun? Ya bu mazmunlar keyingi sonda. Ya kimdan ya bunu hozir desam, masalan, birinchi mening buni so'zlamoqchi bo'lganligim, buni tushundim. Buni mazmun shu anda aql iqtidorini biraz so'zlab o'tgandim. Urushni ham biraz mazmun. Keyin uni texnik tafsil so'zlash fursat o'qib so'zlaymiz. İkinci biraz bu dünyadaki ma 3-dunyo urushi casus urushiga biraz bo'layotgan urushlarga nazariy jihatdan biraz tushunish paydo bo'lsin. Arkasından nazariy jihatdan biraz tushunish paydo bo'lsin. Ondan keyin Uyg'urlarning uchurlarini qanday to'playotganligini men bilmadim. Endi uning orqali Uyg'urlar qanday saqlanishni har odam, har tashkilot o'z oldiga bir program tutsa bo'ldi. Ey, mandaq bizdachi ma ishlarga, mandaq ishlar manda diqqat qilmasak bo'lmaydi deb har qanday davlatning masalan Amerika hukumati, hukumat a'zolariga mandaq ishni qilmaysa, manda tilpinsa ularga hammasiga bir yurish ko'rsatmalar bor. Amerika'nın her qanday hükümet organları şu ko'rsatma bo'yicha ish qildi. Bo'libmi qanchalik yuqori darajada ishlaganlarning bo'lgan ko'rsatmalari ko'p. Shularga diqqat qildi. Mush uchurlar orqali har tashkilotlar hammalar o'zinglar diqqat qilib, sizlarga men bir uchur berdim. Men mush bo'layotgan narsalarni analiz qilib, men abay ko'rdinglar. Men mushinchik bir narsani so'zlash uchun men 10-chi kitobni hammasi 400-500 kitobni 10-chi kitobni o'qib chiqdim. Okup, muş xalqaro bo'layotgan casus urushlarni faqat so'zladim. Keyin shu sizlarga men faqat uchur beray, hammanglarning bir tajribligini kichkina mushning orqali o'stira olsam, men maqsadim yetdim. Hamda hamma odamlar bundoq qilinglar, undoq qilinglar deb ko'rsatkich 1-2-3 deb uni yezib berish bermoqchi emasman. Okey, tushunishli bo'ldi. Hem zaten bir davlatning aqli bilan bir insonning yoki bir guruh insonningki aqlini silishtirgan chog'da fevkalade farklı bir netice çıkıyor. Yani güçleştirip jihatiyle birkaç adıma ters bir mesele. Xo'sh shuningdek, ama sizin topluluğa usullarınız ve güç noktanız biz taraf turib güçleriniz biz için en asan ve kolaylık yaratadigan bir nokta, yani bir içik. Ondan bunu siz hazır dastlabki bir uçur şekilde bayon qilganingizda bitdingiz, davomi borligi ma'lum bundan. Ya doim xalqlar mendan so'raydi, Mavlanka bir nima so'zlab, birinchi, ikkinchi daysetga uni hammani qator yilib so'zlab qanchinchi bo'ldi deydi. Men deb qo'yay, men doim birini yozganda uni qanchinchi bo'lganligini bilmayman. Men bir nima yilib fidoyini ekraniga chiqmay 2 soat so'zlayman deb siz ko'rinmayapsizlar. 2 soat so'zlayman deb niyozima bir yilib, shu yilib eshak kelganda gapim tugmaydi.
qarasam yana nurg'un uchurlar bor. So'zlaydigan, so'zlamoqchi bo'lgan. Shuning bilan uningga birinchi qism deb ot qo'yib qo'yaman. Maningmi so'zlab misha keldim, qarasam bu so'zlaydigan narsaning hozir menda so'zlab bir 10% arang so'zlabdim men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan. Endi shunga buni birinchi dedim, endi masalan 36 yilning 4'ünü so'zlab bo'ldim. Budaq ayda asas tayyorlab bo'ldim. 36 yilning 5'insini so'zlayman. 36 yılın 5'insini bu dakika kudamış ayının ahırgacha kütüp buldu. Sözleyme adı şunun ötüp getdim. Men sözleydiğen näse 36 yıla ben onun 5'ini tayyorladım, qağallarını tek tayyorlamadım. Şu qaysi ondan ki sözlep boğucu anqıçıma xalqara vaziyetini sözleş to'g'ri keldi ki. Ondaki mayliqi men sizga va'da bergan men insonlarni butunlaymiş olamning bo'shlig'iga bir chiqibmiş dunyoning olamini bir tanishtirmay u yoqqa chiqib ketdim. Masalan, mushu 7-8 yoqdan ketib borman. Endi qaysi qolsa shuni chiqyapman. Mening right in the fly deb qo'ydi. Amerika flylar uchib ketib birini yoshlarda shuncha nurg'un narsa men hozir masalan qabında mundarja undaq bir tushuntirib o'tib ketdimda umumiylik uqturni. Endi bu tor urush yana bir jatdan. Masalan, tor urushni xalqaro qanda bo'lyotdi, bu viruslarni qanda taqtidi. Mushlarni so'zlasam xalq anglamdi degan narsa menda bor. Masalan, buni ko'rsam mush 60 kitap so'zladim ben 100 soatda ortmaq 10 kitapni o'qib 100 soatda o'qib mushuni tayyorlayman. Endi yan bir xalq anglamdi degan ilaqni churlar ilaqi vaqtida umum mening mingamni qo'mondonlik qilib qoldi vaqtlar. Shunchalar zo'r miqdorda tayyorlasam, uni bir 100 odam anglamasa, uni ahamiyati bormi yo xalq anglaydigan narsani tayyorlab qilaymi deyman. Shu ashundaq chiq narsalar odamni nima qildi ekanliqni ta'sir qildi ekan. Ta'sir qilganda mushni masalan buda işte tor urushini so'zlab chiqib ketgan buning ichida qandoqlar qollaydi, qandoq hujum qiladi bir davlatni ichida. Masalan sizni masalan fidoyi mening malayasini kompyuterga qarab baqaysiz qandoq kirdi. Bir kompyuterga. Bular orqa bularni so'zlab ketsam qancha odam anglaydi. Qancha men imkoniyatla bütün so'zlaganda bu yozgan kitoblar nojo'yliq kasbiy kitoblar. Sözlerini adet okusanız, manda okusanız tushungan bo'lmaydiganda shunday kitoblar. Men ularni o'qib, mishaga chiqqanda qanday qilib ommiy boplashtirishga shunday nima qilamanda, xalqlar tushunamdi, har qanday odam tushunamdi deb turib so'zlayman, boshqa gaplarni takrorlagandimi, tushunamdi deb turib so'zlayman. Shunga ikkinchisi mening hisobimda bor, hamda lekin bu so'zlarni avval baki 36 so'zlab bo'lganki biz kimga qarishidan keyin 4-sini onu sözlemişsem bulmaydı men onu va'da berib qo'ygan u bir muhim masala 11 bitim degan. Ta hozir qadar 11 bitimni so'zma-so'z jumla-jumla analiz qilgan yo'qki. Men so'zlab 3-sini tugatdim, 4-sini so'zsakmi har bir bitimni jumla-jumla so'zma-so'z analiz qilish to'g'ri keldi. Shundaq bir narsa yig'ilib ketadi ekan. Zaten sizden hozir toplam 32. sanki bizden pidai ekranda berayotgan tadim programmamız. Yani qanchalik ecri qilganligingiz, qanchalik mehnat qilayotganligingiz, ixlos qilayotganligingizni asosan xalq olam tushundi, bildi-chu. Shunga inshaalloh sabr bere, kuch-quvvat bere. Amg'aysiz demay boshqa so'zimiz topamadik. Amg'aysiz deyotgan odamni yerib qoldi ekan vaqtida. Hozir davri baqilgan ishlar ko'payib ketdi. Bas. Ziyolilerimizden eğer şu Uyghur ziyolilerinin içinde bir 20 adam çıksa, eğer 20'den çıkadan ba'da bu ziyoli deb atalgan özünün ayıp sahası da özünki turvatkan devletlere ilvatkan maaşları içinde boy gösterip başkalarla rakabatleşip şu yerde natif yalavatkanlı var. Sansak çıkadan. Ama şu halkımız gibi pida kılıdığın sizdek mesela. Bizim ekranda yakın başka bir ekranlarda öz ko'ngil qo'yib bir videoluk sohbet taqdim qilish plani bilan yang turgan ziyolidan 20 so'lab qolib qolsa bizning maktab yuzidan ayrilib ketgan Xitoyninki qamal qilgan singdirilgan zarlardan tozalanish maqsadida umumiy ilmiy va yoki sağlam bir mənbələrdən ozuq aldığanga qısqa bir yol bo'ladi. Ortaq mənbələrdən
rızıklanganlarning o'rtaq ko'z qarash kelishi natiz bo'ladi. Aslında 20 nima chiqmayotganligi sababi tufayli biz endi qaqshab qolyapmiz. Siz bu yolg'izat shaklida ketyapsiz. Xalqimiz mana bir qizni biz so'yib ketyapti. Eng muhimi endi biz vicdanımız cevap berer desek, aldığımızki düşman bizningki kuchimizdan, bizning nimamizdan favqulodda cho'ng bir şekilde develip qistab kelayotgan bo'lsa, irodamizning oldida yana chivinning qanchalik emas deb shunday yuraklik tura olamiz inshaalloh. Siz alaqi boshqa jihatlarda rahat bo'ling. Endi millat bugun tushunmasa, ertaga tushundi. Bizda o'likning terikning qadridan bekrak qadrlikka biz o'lib ketgan chaqda eslaydi. Eslimizmi? Shu anandikin men so'zlaganda yiliqidek hozir unda Xitoyda manda xabar bo'libdi, unda xabar bo'libdi degan xabar bergan Uyg'urlarning vositalarini ko'payib ketdi-ku to'g'ri, to'g'rimi? Turkiyada manda. Meningki men xabar berish mening vazifam emas. Men obzor shaklida birini tushundirmoqchi. Har birini yilib shuni bo'lgan o'zimning analizlarini tushundirmoqchi. Shu obyektiv shaklda har qanday nimani yozganda Uyg'urlar so'zlaganda ehtiyotni chiqarib o'tish kerak. Bir nimani hissiyotni chiqarib etib, obyektiv so'zlaganda har qanday nimaga qo'rqmay, men deyman-ku, har qanday narsaga Uyg'urlar qo'rqmay savol qo'yish kerak. Bu nima ish qildi? Har qanday birinchi chiqqanda birinchi ish qilganlar mushuni nima ishga mushtaq qildi deb savol qo'yish kerak. Savol qo'ymasa, bu narsa obrazga qo'yilmaydi, bu aniqlanmaydi. Tanqidiy ovoz aniqlanmaydi. Masalan, yaqinda bizning Nuri Turkiyan O'rta Osiyoga bordi. O'rta Osiyoga borsa, ulaylik Uyg'urlarning qom kaygizdi. Nimalarga? Qom demdik. Nuri Turkiya bormaganda, ba'zimi? O'rta Osiyoga bordi. Bordi, to'g'ri. Qom malaqa chapin tom kaydi dedik. Yaxshi chapin. Tom kaydi deymiz. Tom kaydida masalan, o'sha tom kaydida men Nuri Turkiya bilan o hech qanday ziddiyatim yo'q. Uning bilan bizning yinimizdan ketgan bola u. Bizning o'sha Kaliforniyada vaqtida nayti voy aka, voy eda deydigan chaqchaqchi, oyig'i yinik, hammamiz yaxshi ko'radigan bir bolti. Butun Uyg'urlar ishlari bo'lsa jugurab turgan bo'ldi. Endi Washington bo'lganda qanday bo'lib ketdi, uni uqmayman shunday yaqin. Ashay bir tom kaydiribdi. Ashta har qanday tomni nim deb kaydidi. Nima sababdan kaydidi? Mukofotlash. Shu nimaga rag'batlantirish? Uning masalan o diniy ishlar komitetining raisi bo'ldi deb kaydidimi? Yo bir Uyg'urlarning mustaqil harakatiga ta'sir ko'rsatdi deb kaydidimi? Yo bir ashuni bir har qanday ish bo'lsa, aniqlikni ko'rsatish kerak. Vaqtida men bu taroviyda, Ramazon taroviyda hech narsa bo'lmayman. Xalqlar iftorga chaqirsin bo'lmaydi. Uy kelime tabaqdan keyin nima munchuq chiqlar, hatto iftorni masjidda qilmay shu ketib biraqli tuyitib kelime. Shu bir qatam buldim nima Yevropadan ikki shoir, lager shoiri Gulbahor bilan Qalbinurma. Ikkisi kaptga shu kelganda shu kuni bodim. Shu kuni bir bodim qarsam Umar qanot gapni ko'rashdim. Umar qanot qarabmi haqlim nim qildi u kuni qarab olgan. Unda shunda bir haqavurlik paydo bo'lib qopti. Bu nima ishqa deymi? Savol qo'ying, gap qilmadim. Har qanday ishni ko'rsanglar, savol qo'yinglar. Uyg'urlar bir bizning cho'ng peshqadamga, bizning burungi bir odimiz buni gapi. Bu gapdan qutulinglar Uyg'urlar. 6 yoshlik bo'lma 70 odamga savol qo'yinglar. Her qanday gapni olganda ashunga savol qo'yishga intiling. Nimishqa bu nimish qilyapti? Nimish bo'ldi? Shu savol qo'yishni qo'yganda Uyg'urlar bir ilgirlash bo'ldi. Savol qo'ymagan millatda ilgirlash bo'lmaydi. Butun dunyoning taraqqiyoti, ilgirlashi hammasi savoldan yetishib chiqqan. Shuningdan shu. Bo'ladi ufqa amsi mishadamiz boshqamiz oyoqli shoyi men bu Mağaribinin en çok nimesi şuken. Bizim ballarını toxtamay sual soraydı-da. Bizden sual biz tarafında karşılanmaydigan adamga aram bermaydigan avarslik paydo qiladigan bir xil ayb tuyuladi-da. Men sual soraydigan
kesilim ağırdı benim ama mektepte dersten çıkarıp ötülettim. Hep bir şey barsam ben çalıştırıp ettim de kakşaytlar haklı. Aşında lekin ben garip de lekin sual koyaş hakikaten şu teşebbüs kılıngan işlerini bizke. Şu teşebbüs. Biz Mesela soğumay koçada ketip berip mesela balığız mında tuğan bir lay taşını mında kötesi. Oy onu kötemen, nimişçe onu kötürse de bir vaqtida paskın nimin tutsa deb ayıplaymiz. O balığız aşını onda oysan so'zi balığın aşı bir latnımışda kötegende aşını astırdı bir qiziqadigan bir iş var da aşı nimişqa aşı bir qiziq. Aşı birini kötürüş arqı nimiş qilsa, onu qilsa, patqa aqlatni kötürse deysen, aşı balığın bir qiziqchanligini o'ltirsiz. Aşı bala aşı nimish kötürdü, şunda bir qiziqishlik bor aşı balaga. Ay nim bo'ldi deb. Savol bor aşı balının qillisida. Vallahi hammamiz har qanday vaqtda savol qo'yishga men mushu Ahmetcan Qasım'ın tanqidiy so'zlagan 11 so'zlaganda O'rta Osiyodan shundajik to'lqin kelib meni ayıplab so'zlab ketdi. Ayıplashning hech qanday ahamiyati yo'q. Ular ayıplamay, agar meninkini xato ko'rsa, sening moyaring xato deb qo'ysa bo'ladi. Muloza degan, muzokir degan shu analiz. Ular mana sening unda emas, bizning rahbarimiz bu ulug' endi bizning uchun avlodimizni xoyindamsa, u mushta shuar, sen unda tillaydi. Bir cevap verirseniz cevap bergen nersi yok. Ular ya senin nimen mavi mandak dep iniqlim berse, vaktida bir mındakılık sağlam bir oturup besin nazar olur. kurgul болады. Diyalog kılındı. Bunu da ufkamsı bugün bir şey Hayır. toktaylayamsın ama ha? Болады, ma'qul. Ko'p Ma'qul, rahmat. hoş geldiniz. Aman bo'lin, Oldu. bakalım ko'rishcha sizin Cenab-ı Allah Hoş, tavsiye. hoş. Ma'qul, aman. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu yoqqa qadar bo'ldi. Ko'ngil oldik. Mevlan Yasin Efendi'nin taqdim qilishidagi Xitoyning josuslik qonuni va harakatlariga aloqador dastlabki izlanishini taqdim qilgan bo'ldi. Allah nasip qilsa, yani keyingi taqdimlarni yana Fidoylar ekran orqali o'rtoqlashishga sizlar bilan birlikda ekranda ko'rishga nasib qilg'ay. O'zining sohasidan chiqish qilib turib videolik suhbatlarda yoki videolik bir nashriyatlarda o'zining ilmini taqdim qilishni istagan qarindoshlarimiz bo'lsa, aloqalashsangiz qarindoshlar, sizlarga haqsiz, xolis mülazimet yardımcılık kılımız inşallah milletimizin ortak menfaatini için. Biz kardeşler bu yolla Fidoylar ekranı değildi hazır. Şu sözlerle meşhurlandı. İlgiri Fidoylar toru idi. Fidoyi biz toru. Tahminen 10 yıldan 12 yıldan artık resmi mavzulan bu yolda menvatkanımızdan beri közü tutuvatkanımız iqtisadi menfaat yoki boshqa bir namataq va yoki boshqa bir maqsadlarni qilmadik qarindoshlar. Buni shu atrofimizda bizni jiroq yaqindan yaxshi kuzatgan, bizga xizmatlarimizga va hayotimizga guvoh bo'lib kelgan qarindoshlarimiz buningga shohid. Shundan qarindoshlar uchun ortiq kelib ketmaydi. Ko'zingni yumib turib, ba'zi iddia fikrlar bilan hakkımızda şikayet yoki fitne qilsanglar aziz qarindoshlar, rozi emasmiz desek ortiq ketmas, rozi bo'lolmaymiz. Agar millat manfaati uchun foydali deb qarasanglar, o chaqda uni muzokara qilsak bo'ladi. Ammo shaxsiy hisobimizga dalilsiz holatda kirib azor beradigan yoki boshqa to'sqinlik qiladigan ahvollar yuz bersa qarindoshlar, bunday ahvollarga deydiganimiz bu sening mening o'rnimda bo'lgan bo'lsang, sen shunday qiladigan kishi ekansan to'q degan ta'birimiz bilan qaraymiz va yo'limizni davom etib ketaveramiz. Bo'ladi. Allah nasib qilsa inshaalloh oldimizga kunlarda yana ko'rishimiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.